Assalomu alaykum hurmatli Testlider kanali obunachilari. Demak, Jalol Boltayev bilan Apyus sari marafoni doirasida navbatdagi milliy sertifikat test tahsilimizni boshlaymiz. Ushbu testlarning muallifi o'zim va birgalikda bu testlarni tahlil qilamiz. Ba'zi ishtirokchilarning mikrofoni ochilgan, boshida ruxsat so'ragan ishtirokchilarni bemalol o'sha audio chatda to'g'ridan-to'g'ri qatnashgan holda ishtirok etishlaringiz mumkin, lekin o'sha shovqin bo'lmasin. Siz tomonidan qanaqadir shovqin kelmasligi uchun harakat qiling. Birinchi test topshirig'i: Fransiyada hukumat qarorgohi Parijdan Versalga ko'chirilishi qaysi tarixiy jarayon ortida yuz bergan? Parijdan Versalga. Variantlarni ko'ramiz. Buyuk fransuz burjui inqilobining boshlanishi. Bu 1789-yilda boshlangan. Davr nuqtai nazaridan ham to'g'ri kelmaydi. Robespierre boshliq Yakobinchilar diktaturasini o'rnatilishi. Bu nechanchi yilda o'rnatilgan edi? Robespierre diktaturasi 1792. 92-94-yillarda, ya'ni o'sha 94-yilda esa Yakobinchilar diktaturasi qular edi. Napoleon 3 boshchiligida 2-imperiyaning vujudga kelishi. 2-imperiya nechanchi yilda vujudga kelgan? 1852 dekabrda. To'g'ri. Va mana D javobiga e'tibor beramiz. Fransiya Prussiya urushi davrida Parijni qamal qilinishi. Va buni ortidan o'sha Tier hukumati, Tier degan odam edi, kim desa. Tier hukumati poytaxtni Versalga ko'chiradi va bu monarxiyani qayta tiklanishi mumkin degan bir xalq orasida qanaqadir shubhalarni, mishmishlarni tarqalishiga olib keladi. Aynan o'sha Versalga ko'chirgandan keyin Versalga ko'chirish ham ta'sir qiladi o'sha xalqni qo'zg'alishiga. Bu yerda yakuniy to'g'ri javob D javobi hisoblanadi. Endi turli davrlarda poytaxt o'sha Versalga 2 marta ko'chirilgan. Undan oldingisi qirol davrida u darslikda yozilmagan lekin. Xo'p, ikkinchi test topshirig'i: 1648-yilda imzolangan Vestfal sulhining Yevropa uchun muhim ahamiyatga ega bo'lgan jihatini belgilang. A javobni ko'ramiz. Germaniya knyazliklari yagona davlatga birlashib, Yevropada yana bir qudratli davlat paydo bo'ldi. Bu tarixiy nuqtai nazardan noto'g'ri. Nima uchun? Chunki yozib qo'ygandiki, Germaniya tarqoqligicha qolaverdi. Germaniya tarqoqligicha qolaverdi deb yozib qo'ygan edi. O'sha 30 yillik urushning oqibatlari mavzusida bu shartnoma 30 yillik urushdan keyin imzolangan. Hop, B javobni ko'ramiz. Mutlaq monarxiya boshqaruvi mustahkamlanib, parchalanayotgan absolyutizm bir necha asrga saqlab qolingan. Ya'ni Vestfal sulhi inqirozi yuz tutgan absolyutizmni umrini yana bir nechta asr yashadi bergan degan mazmunda kelyapti. Lekin bu ham mantiqlidek tuyulishi mumkin, lekin tarixiy nuqtai nazardan noto'g'ri. Vestfal sulhi qaytanga absolyutizmni susayishiga olib kelgan o'sha Yevropa davlatlarida. Hop, C javobni ko'ramiz. Katolik va protestant cherkovlarining tengligi tan olinib, ular o'rtasidagi dushmanlikka barham berildi. Bu Shu to'g'ri. aynan to'g'ri javob. To'g'ri javob. D javobda qora tanli qullar savdosini taqiqlovchi hujjat qabul qilinib, qul savdosi bilan shug'ullanish taqiqlandi. Bu qaysi konferensiyada? Qora tanli qullar. O'zi qul savdosi taqiqlangan konferensiya bor edi. Qaysi edi shu? Qul savdosi taqiqlangan 10-sinf jahon tarixida. Berlinmi? Berlin. Qarang, Berlin emas, Bryussel. O'sha Berlin ham shu mavzuda ikkalasi mavzular bir-biriga yaqin edi. O'sha Afrikadan qullarni olib ketishga qarshi kurash boshlangan va qul savdosi taqiqlangan edi. Bryussel konferensiyasi. BBC-da esladingizmi? Ha, esladim ustoz. U Bryussel konferensiyasi 89-90-yillarda. Berlin konferensiyasi esa 84-85-yillarda. Lekin qarang, Berlin konferensiyasi afrikaliklar uchun plus bo'lmagan u. Afrikaliklarga minus bo'lgan u shartnoma. Ya'ni
Hozir o'sha qul savdosini taqiqlash, aytaylik, bu Afrika uchun muhim va ijobiy. Lekin Berlin konferensiyasini ko'zlagan maqsadi unaqa emas edi-ku. O'sha davrda yozilgan gazeta bor edi, o'sha Lagos Observer. Lagos Observer. Dunyo hali hech qachon bunday katta miqyosdagi talonchilikka guvoh bo'lmagan deb yozgan edi, o'sha Berlin konferensiyasiga ishora qilib turib. Ya'ni aytmoqchimanki, mazmunan Berlin konferensiyasi ijobiy emas. Xo'p. 3-test topshirig'i Xitoyda 14-asr ikkinchi yarmida bo'lib o'tgan Chiju Yuanchijan qo'zg'oloni mamlakat tarixidagi qaysi sulolani ag'darib tashladi? Xo'p, Chiju Yuanchijan boshchiligida qaysi sulola hokimiyat vazifasiga kelgan? Min sulolasi. Min sulolasi, lekin bizda savolda bu yerda ag'darib tashladi, qaysi sulolani deyapti. Javob nima bo'ladi? Yuan sulolasi. Yuan sulolasi nechanchi yillarda hukmronlik qilgan? 1279-1268. Hop. 4-test topshirig'i. Milliy sertifikatda bunday turdagi savollar ham keladi. Shunga tayyor bo'lish kerak bunday savollarga. Hop. Erdo'g'an Turkiya mamlakat NATOga a'zo bo'lib kirdi. O'zi Turkiya NATOning a'zosimi? Birinchi savolim shu. Turkiya NATOga a'zomi? A'zo. A'zo, to'g'ri, haqiqatdan a'zoligi rost. Xo'p, navbatdagi savol, Turkiya Yevropa ittifoqiga a'zomi? A'zo bas. A'zo emas. Yo'q. A'zo emas. Xo'p. Lekin bu NATOga ancha oldinroq a'zo bo'lganda, Erdo'g'an bu hozirgi prezidenti yaqinda. Endi yaqinda bo'lib birikuvchilikda emas, lekin hozirgi prezident, yaqin tarixdagi prezident va hozir ham yana Erdo'g'an hisoblanadi. Turkiya ancha oldinroq. Shuning uchun bu noto'g'ri. Mayli, buni bilmadik degan taqdirda ikkinchisini ko'ramiz. Antony Blair Buyuk Britaniya Iroqqa qarshi koalitsiyada ishtirok etdi. Bu to'g'ri ma'lumot. Aynan shuning uchun ham iste'fo bergan bitta odam bor edi. Kim edi? Antony Blair 2007-yilda iste'fosi talab qilinadimi? Yo'q. Qarang. Iroqqa qarshi koalitsiyada ishtirok etgani uchun Antony Blair hukumat tarkibidagi bitta siyosatchi norozi bo'ladida iste'fo beradi. Kim edi shu? Tashqi ishlar vaziri. Robin Cookmidi? Robin Cook. Robin Cook. Hop, Said Ismoil, aytinglar, axir sizlar buni bilsangiz kerak o'zi. Hop, yana bir ikkita mikrofonlarni ochib qo'yapman. Lekin shovqin bo'lmasin, o'sha shovqinsiz, iltimos. Kim o'zidan shovqin chiqayotganini sezsa, mikrofonni o'chirib tursin. Hop, mana. Davom etamiz yana. Keyin demak 2 bor javobni biz to'g'ri deb olishimiz kerak. E'tibor beramiz. 2 ni agar 100% ishonchimiz komil bo'lsa, B javobni 2 bor, D javobni 2 bor va S javobni 2 bor. Va natijada bizda A javob chiqib ketadi. Nima uchun? Chunki 2 yo'q. 2 yo'q, ha. Endi bizga yordam bermaydigan variantlar ham bor bu yerda endi. Masalan, yo'q, har biri yordam berar ekan, ya'ni bir xil takrorlanish mavjud emas. Har biri yordam bera oladi hozircha. Xo'p, ko'ramiz. 3-chi. Imomali Rahmon Tojikiston mamlakatda fuqarolar urushi boshlandi. Bu bir dakika. Hop, eslayaptimi? Imomali Rahmon Tojikiston mamlakatda fuqarolar urushi boshlandi. Imomali Rahmon nechanchi yilda prezident bo'lgan? 99. 1994-yil 6-noyabrda.
Fuqarolar urushi 94-yilda prezident bo'lgan va natijada bu ma'lumotni noto'g'ri ekanligini bilishimiz mumkin. Ya'ni boshlandi deyilyapti. Mana e'tibor bering, boshlandi deyilyapti. Imomali Rahmondan oldin boshlangan u 92-yilda, 92-97-ku. Fuqarolar urushi. Hop, Imomali Rahmonning kelishi esa 94. Endi 3 bor javobni biz chiqarib tashlaymiz. 3 bor javob chiqarib tashlasak, qolgan javoblardan bittasi mana B chiqib ketadi. Endi bizga yordam bermaydigan variantlar bor. Mana bu 5 yordam bermaydi. 1 yoki 4. Mana shuni bilishimiz kerak. 1 yoki 4. Birni boya ko'rgandik. Aytaylik, u bizga murakkablik tug'diryapti. Uni bilish. Shuning uchun 4 ni ko'ramiz. Mikhail Saakashvili Gruziya mamlakatda korrupsiyaga qarshi kurash e'lon qildi. Mikhail Saakashvili o'shanday keskin islohotlar bilan mashhurda o'zi. Shok darajadagi islohotlari bilan mashhur. Bir kunda necha mingdir o'sha militsiya xodimlari deydi-ku bizda. O'shalarni ham ishdan bo'shatib yuborgan shunaqa islohotlari bor buni. Hamma mikrofonni ilib tursin. Shovqin kelyapti. Keyin demak bizda yakuniy to'g'ri javob bu yerda 2 4. Biz 4 ni to'g'ri ekanligini bildik. 2 4 5 mana. D javob yakuniy to'g'ri javob hisoblanadi. 5-test topshirig'i atamalar va ularning izohi. Oldin aytganimdek, bunday testlarda eng birinchi atamani ko'rib yuboramiz. Biz biladiganimizni qidiramiz atamalardan chap tarafdan. Anneksiya. Endi har kimda har xil bo'ladi. Izolyatsiyonizm, apartheid, okkupatsiya, anneksiya. Masalan, men uchun eng bir yaqqol ko'rinib turadigan apartheid aytaylik. Hududiy jihatdan yakkalab qo'yish. Apartheid siyosati o'sha Janubiy Afrika Respublikasida 94-yilgacha. Kim kelgunga qadar qo'llangan? Nelson Mandela. Nelson Mandela kelgunga qadar apartheid siyosati bo'lgan. Xo'p. Demak, hududiy jihatdan yakkalab qo'yish 2B degan javob kerak menga. Agar menga 2B degan javob kerak bo'lsa, mana A javobda bor. Demak, B javob ketadi. C javobda bor. Va mana D javobda bor. Bundayda, ya'ni eng biladiganimiz orqali hech bo'lmaganda bitta javobni chiqarib yuborsa bo'ladi. Men o'zim o'sha eng biladiganim aslida ko'pchilik biladigani bo'ladi. Shuni tahlil qilishga harakat qilaman. Ya'ni hammaga osonroq bo'lgani tufayli bitta javob chiqib ketadigan qilib qo'yaman odatda. Endi 2 ga B ni moslashtirdik. Xo'p, undan keyingi biz masalan osonrog'ini qidirishimiz kerak. Undan keyingi okkupatsiya. Okkupatsiyada vaqtinchalik degan so'z bor edi. O'sha joyi aytaylik yodimda qolgan. Vaqtinchalik egallab turish edi bu. Boshqalardan farqi shunda edi buni deymanda. Keyin qidiraman. Urush olib borayotgan tomon. O'ng tarafdan qidiraman. Mana. Urush olib borayotgan tomon. Mana F da turibdi. Demak 3 ga F degan variant kerak menga. Agar 3 ga F desam mana A da bor. B da bor. Va mana endi E dan qutulamiz. Yo'q, D dan demoqchi edim. 3E ekanligi evaziga. Endi ikkita javob qoldi bizda. Mana bu B bilan D chiqib ketdi. Mana bular yordamini berib bo'ldi. Mana bu ikkalasi yordamini berib bo'ldi. Endi 1C yoki bir endi shundoq yordam bermas ekan 4 orqali bilamiz. 4E. 4E. Hozir. 4 ni ko'ramiz. Anneksiya. Boshqa bir davlat hududini degan savol tug'ilyapti. Boshqa bir davlat hududini butunlay yoki qisman egallab olish yoki o'z davlatiga qo'shib olish siyosati. Fda esa urush olib borayotgan tomon qurolli kuchlarni boshqa bir davlat yerlarini vaqtincha bosib. Bu anneksiyaga moslashtirdik-ku buni.
Ha, yo'q, bu boya ham chiqib ketgan ekan. Biz sal murakkab yo'ldan ketib qoldik. Boya 3 ga F ni moslashtirganda mana bu yerda 3E ku, to'g'rimi? Chiqib ketgan ekan o'zi u. Mana shu ikkalasi orqali ham bilishimiz mumkin edi. Demak 4 ga E. Mana A javob, bizda yakuniy to'g'ri javob. Endi yana bir savol tug'iladi. Apartheid bilan segregatsiyaning farqi nima? Yoki o'xshashlik jihati yoki farqi. Segregatsiya degan atama bor-da, 9-sinf jahon tarixida keladi-ku. Qaranglar, o'zim aytaman. Apartheid segregatsiyaga misol bo'la oladi. Ya'ni har qanday apartheid bu segregatsiyaning bir ko'rinishidir. Lekin har qanday segregatsiya apartheid bo'la olmaydi. Janubiy Afrika Respublikasida rasman davlat tomonidan o'sha kuch bilan amalga oshirilgan keng ko'lamli segregatsiya bu apartheid edi. Irqiy konstitutsiya. O'sha davlat tuzumi, davlat siyosati darajasida, konstitutsiya darajasida shunaqa bo'lganda, shuni ko'p odam aytadi, segregatsiya bilan apartheid mutlaqo boshqa. Yo'q, o'zi unaqa emas. Ular birga yuradigan tushuncha, lekin farqli va o'sha bir-birini to'ldirib keladigan joyi ham bor. Yuqorida aytgandek, mana apartheid bu segregatsiyaning bir turi o'zi. Lekin har qanday segregatsiya apartheid emas. Xo'p, yaxshi. 6-test topshirig'i. Endi bunday testlar hozircha hali qo'llanmadi. Milliy sertifikatda men o'zim tuzgandim. Endi bir paytlari Eilerven diagrammalari ham qo'llanmas edi. O'ng tarafda mana Mali turibdi va u yerda mana Musobir o'sib chiqqan Malining hukmdori va u bilan bog'liq ma'lumot mana. To'g'rimi? Hop. Biz chap tarafga shunaqa bir davlat qo'yishimiz kerakki, Shoh Lalibeli o'sha davlatga tegishli bo'lishi kerak. Shunday ekan, Shoh Lalibeli bu qaysi? Aksum davlati. Aksum bo'ladi. Hop, va endi bittadan ham to'g'ri javob chiqib keldi, lekin agar biz Misrni qo'yib yuborsak, noto'g'ri yo'ldan ketib qolamiz. Agar masalan B javobdagi Misrni qo'yib yuborsak. Lekin biz Aksumni qo'ydik bu yerda. Aksum to'g'ri. Aksumni bilmagan taqdirda, masalan, o'sha Lalibelini davlatini bilmagan taqdirda, mana bu 4, 5 orqali topsa bo'ladi. 4 ga shunaqa ma'lumot bo'lishi kerakki, mana bu 4 ga. U Maliga tegishli bo'lishi kerak. Ya'ni Malining hukmdori bo'lishi kerak. Chunki mana Muso bu yerda hukmdorlarning nomi turibdi-da, mana 5 burchaklar ichida. Aytaylik, mana Sundiyata A variantida mana Manelik, keyin Sundiyata Keyt, Salohiddin Ayyubiy. Mana siz javobni chiqarib yuboramiz. Salohiddin Ayyubiy bo'lgani uchun, chunki Misr hukmdori emas, bizdan Mali hukmdori bo'lishi kerak. Keyin Sundiyata Keytni qo'yib turib, kuchli qo'shin tuzdi deganni qo'ysak bo'ladi. D javob. Hop, A'ni nima uchun qo'yib bo'lmaydi? Yevropadagi. Bulg'or podshohligi turibdi, birga ham. Bulg'or podshohligi turibdi. Agar biz 4 ga mana yo'q, to'g'ri, baribir to'g'ri kelmaydi, mayli. 7-test topshirig'i. Tarixiy shaxsni aniqlashimiz kerak. Kalitlarni ko'ramiz bunday vaziyatda. 20-asr boshlarida bu ham bir kalit bo'lishi mumkin. Aytaylik, variantlardan qaysidir biri 20-asr boshlarida prezident o'sha siyosiy maydonda bo'lmasligi mumkin, lekin bu yerda unaqa emas. Hop. Meksikada og'ir ijtimoiy siyosiy inqiroz davom etayotgan paytda amaldagi prezidentga qarshi davlat to'ntarishi uyushtirib hokimiyatni egallab oldi. AQSh shunga yordam berdi. AQSh yordam berdi deganda bizda o'sha ochiladi. AQSh shunga yordam berdi desa, bu Huerta bo'ladi. Uning buyrug'i bilan sobiq prezident otib tashlanib, kim u otib tashlangan prezident? Madero. Madero, ha.
Hop. 8-test topshirig'i. Ushbu shaxs Angliyaning Oxford universiteti professori bo'lgan. U fandagi yutuqlarga faqat mana ilmiy kuzatishlar va tajribalar yo'li bilan erishish mumkinligini isbotladi. Mana shu joyi eng asosiy kaliti yoki Oxfordni ham olsa bo'ladi. Kim bo'ladi bu? Roger Bacon. Roger Bacon. Roger Bacon. Francis Bacon degan odam ham bor. U qayerda keladi? Shekspir va Amerikalar Angliyada. Sizlarga Hmm. to'g'ri kiradi. Ingliz bo'lgan Francis Francis Bacon. Bacon ham. Hop. U haqida tafsilotlar yozilmagan, batafsil tafsilotlar darslikda, lekin deduksiya degan mantiqiy javob berish usulini yetakchilaridan-da, o'sha usulni otasi ham deyiladi, ya'ni deduktiv fikrlash. Induktiv fikrlash bor, keyin deduktiv fikrlash bor-da, o'sha bo'linganda. Mana Sherlock Holmes bor-ku, o'sha Sherlock Holmesda qo'lida uzugini izi bor, demak bu odam yaqinda ajrashgan deydi-ku, o'sha deduktiv fikrlashga misol bo'ladi-da, o'shanaqa o'sha usulning nimasi bu Francis Bacon. Xo'p. 9-test topshirig'i. Tarixiy shaxsni aniqlashimiz kerak. 11-asrda yashab ijod etgan alloma haqida ma'lumot beruvchi yagona manba o'z asari hisoblanadi. Demak, bu qaysi bu? Yusuf Hojib. Hojib. Mana buni o'zi ham alohida test bo'lib tushgan bir paytlari. Qaysi asarda inson va uning ijtimoiy mohiyati, hayotdagi o'rni va qaysi har tomonlama tahlil qilinadi deb alohida savol bo'lib tushgan. Yozib kirish imtihonida. Xo'p. 10-test topshirig'i. Quyida berilgan ma'lumotlar qaysi tarixiy viloyat haqida? Ushbu tarixiy viloyat hududi qadimgi Baktriya davlatining hududlarini qamrab olgan, qadimgi Baktriya yerlarini. 5-7 asrlarda dastlab eftallarga, so'ng turk xoqonligiga tobe bo'lgan. 5-6 asrlarda bo'lishi kerak. 5-6 asrlarda dastlab eftallarga, so'ng turk xoqonligiga tobe bo'lgan. Turk xoqon To'nyabg'u davridan boshlab to arablar zabt etgunga qadar bu tarixiy viloyatni Yabg'u unvonidagi hukmdor boshqargan. Demak, qaysi bo'ladi bu? Taxariston. Qarang, Choch nima uchun bo'lmaydi? Chochni hukmdor nima deb atalgan? Tudun deyilgan. Tuzun. Farg'onada nima deb atalgan? Ixrit deb qayerda atalgan edi? Ixrit. Kechda. O'shani ham bilib qo'yishlaringiz kerak. Buxoroda xudotlar, ha? Xo'p. Bu yerda mana 5-7 degan xato qolib ketibdi. 5-6 bo'lishi kerak o'zi. 11-test topshirig'i. O'zbekiston SSRda 3 lavozim: O'zbekiston Kommunistik partiyasi Markaziy qo'mitasi bosh kotibi yoki qisqacha bosh kotib, O'zbekiston SSR Xalq komissiyalari soveti va O'zbekiston SSR Oliy sovet prezidiumi raisi rahbar lavozim hisoblangan. Ya'ni 3 ta lavozim bir vakaga rahbar hisoblangan. Amalda shunaqa bo'lgan. Qaysidir bir lavozim albatta yuqoriroq bo'lgan. Masalan, o'sha kompartiyaning birinchi yoki bosh kotiblari qolganlaridan ko'ra nufuzliroq, mavqei kuchliroq bo'lgan keyinchalik. Hop, ushbu 3 mansab egasi mamlakatni deyarli birga ikkita boshqargan. Faqatgina mana 50-60-yillardan boshlab butun SSRda kompartiya bosh kotibi mutlaq yetakchi lavozimga aylangan. Butun SSRda, keyin O'zbekistonga ham ta'sir qilgan bu. Quyida keltirilganlardan qaysilari O'zbekiston Kommunistik partiyasi Markaziy qo'mitasi bosh sekretari, birinchi sekretari lavozimida faoliyat yuritgan. Bunday savollarda ham eng birinchi o'sha raqamli test bo'lgandan keyin chiqarib tashlash, to'g'ri javobni bor deb hisoblash, shundan ketishimiz kerak. Masalan, men uchun Islom Karimovni to'g'ri javob deb olaman bunda birinchi. Eng osoni shu men uchun. Islom Karimov bosh kotib bo'lgan, birinchi sekretar bo'lgan. Chunki biz birinchi sekretarlarni O'zbekiston rahbari sifatida ko'ramiz. Mana qaranglar, Telegramda yoki Google'ga post bersangizlar O'zbekiston rahbarlari deb
o'sha yozsangizlar bir 10 ta 15 ta odamni chiqarib beradi. 24-yildan to 91-yilgacha. Lekin aslida u yerda juda ko'p odamlar bo'lgan-ku. Lekin u e'tibor berib biz qaraydigan bo'lsak, o'sha 10 ta odam, 10 ta odamdan 8 tasi bosh kotib bo'ladi. Ya'ni bosh kotiblarni O'zbekiston rahbari sifatida ko'rishyapti-da tarixshunoslar. Xo'p. Endi demak Islom Karimovni oldik, 7 bor javobni olsak, hech bo'lmasa mana D javobdan qutulamizda. 7 yo'qligi uchun. Keyin yana qanday oson yo'llari bor? Sharof Rashidov ham bor. Sharof Rashidovni olishimiz kerak. Sharof Rashidovni oladigan bo'lsak, hozir boshda birinchi yordam bermaydiganlarni chiqarib olish imkoniyati bormi bu yerda? Mayli, Sharof Rashidovni olaylik. 6 bor javobni olamiz. Usmon Yusupovni ham. Yo'q, qarang, mana o'sha 6 ikkalasida ham bor-da o'zi. Hozir. 6 ikkalasida ham bor. Keyin qarang, bu yerda mana bu Yo'ldosh Oxunboboyevni chiqarib yuborsa bo'ladi. Yo'ldosh Oxunboboyev sekretar bo'lmagan. Yo'ldosh Oxunboboyev qaysi lozimda bo'lgan? 2 ta lozimda bo'lgan u. Markaz raisi Ijroiya qo'mitasi raisi. Ministr bo'lmaydi, Yo'ldosh Oxunboboyev. Qaysi lozimda bo'ladi? Markaz ijroiya qo'mitasi raisi bo'lgan. Markazi prezidium raisi bilan Markaziy ijroiya qo'mitasi raisi bo'lardi. To'g'ri. Mana buni yodlab qo'yish kerak. Mana bitta o'zi MIK tashkil etilgan paytda O'zbekiston tashkil etilgan paytda ikkita organ tashkil etiladi-ku. HKS bilan MIK. O'sha MIKning raisi bo'lgan. O'zi bitta mana shu Yo'ldosh Oxunboboyev bo'lgan shu lozimda. Keyin bu lozim tugatilib, uni o'rniga Oliy Sovet prezidiumi tashkil etilgan va endi Yo'ldosh Oxunboboyev xuddi shu lozimni egallagan. Men urush yillarida Oliy Sovet prezidiumi raisi ekanligini darslikdan kelib chiqqan holda bilishimiz mumkin. Markaziy ijroiya qo'mitasi raisi ekanligini ham darslikdan kelib chiqqan holda bilishimiz mumkin, lekin u hech qachon kompartiyani kotibi bo'lmagan, birinchi kotibi bo'lmagan. Xo'p. Yo'ldosh Oxunboboyev chiqarib tashlash, aytaylik, oson. Haqiqatda oson Yo'ldosh Oxunboboyev chiqarib tashlash. 2 borni chiqarib tashlaymiz. Va mana bizda to'g'ri javob kelib chiqdi. Ko'rdingizlarmi? Javob. Endi tekshirib ko'ramiz. Vladimir Ivanov haqiqatda o'zi Vladimir Ivanov va Akmal Ikromovlar bu birinchisi edi. Dastlabki o'sha birinchi kotiblar mana Vladimir Ivanov va mana Akmal Ikromov bu yerda. Ko'rdingizlarmi? Keyin 5-chi Usmon Yusupov va Sharof Rashidov, Islom Karimov. Endi Nazar Matchonov kim? Prezidium raisi 1970-78-yillarda. Mana. Nazar Matchonov. Shu ro'yxatda nima, ba'zilarini kulrang olib qo'yibsiz. Bu qarang. Kulrangga olib qo'yganlarim darslikda kelmaydi. Darslikdan kelib chiqqan holda bilib bo'lmaydi. Lekin eng qizig'i o'tgan galgi milliy sertifikat imtihonida O'zbekiston Ministrlar Sovet raisi mana bu Sobir Kamolov shu lavozim egasi ekanligini bilish talab etiladigan test tushdi. Yozmada o'zi ham. Juda ko'pchilik buni bila olmay chiqdi. Chunki darslikda kelganlarini o'rganganda faqat. Endi men o'rgatgandim, lekin buni o'sha imtihondan oldin tayyorlangan bu narsa. Sobir Kamolov mana kulrangda turibdi. 55-57-yillarda u Ministrlar Soveti raisi bo'lgan. Kulrang, darslikda kelmagan. Lekin shunda ham ko'rish kerak. Bu qo'llanma yodlash kerak. Keyin quiz ham bor, bu quizni ishlab yodlash kerak. 12-test topshirig'i quyida berilgan ma'lumotlardan qay biri 1950-yillar tarixiga oid emas deyilyapti. Bunda ham jiddiy e'tiborli bo'lish kerak. Xo'p, ko'ramiz. Plastik sanoati uchiga keldi. Aytaylik, biz buni esda olmayapmiz, o'tirib olamiz shunday vaziyatda, aynan ketma-ket bilish shart emas-da, sen imtihon nuqtai nazaridan aytyapman. Dunyodagi birinchi AES qurildi. Dunyodagi birinchi AES qaysi?
Minsk 1954. Obninsk, ha. SSR'da. SSR'da, to'g'ri. Yerning birinchi sun'iy yo'ldoshi uchirildi. Bu 1957. 1957. 1957. Endi bizda qaranglar, ikkita variant qoldi. Mana bu ikkalasini bildik, 50-yillar ekanligini. Plastik sanoati vujudga keldi, elektrodvigatel kashf etildi. Mana shu ikkalasida o'ylayapmiz endi. Qaysi biri edi? O'shanday vaziyatda biz kitobni qaysi kitobda ekanligini yodimizga tushirsak ham bo'ldi. Masalan, hech plastikni sanoatini vujudga keltira olmasak, o'sha vujudga keltira olmasak emas, xotiraga tushira olmasak, elektrodvigatelni o'sha 9-sinf jahon tarixida borligini bilishni o'zi ham to'g'ri javob topish uchun yetishi mumkin. Lekin yana bir jihati bor. Plastikni agar plastmassa deb borsa nima bo'ladi? Xato bo'ladi. Xato bo'ladi undan. Agar u plastmassa degan o'y bilan o'tirsa. Plastik sanoat qachon vujudga kelgan? 50-yillar 1900. Plastmassa olish yo'li mana. Bakelant. Bakelant. 20-asr boshi agar plastik bilan plastmassani almashtirib yubormaslik kerak, e'tiborli bo'lish kerak. Xo'p, mana D javobni oldik. Endi 13-test topshirig'i quyidagi qaysi voqealar 14-asrning 80-yillarida sodir bo'lgan? Ko'ramiz. Raqamli testlar umuman biz uchun juda qulay bo'ladi har doim, shuni esda saqlang. Qanchalik raqam ko'p bo'lsa shunchalik yaxshi o'zi. Aytaylik, ikkinchi internatsional tashkil topdi. Men uchun eng osoni masalan 100% ishonayotganim mana shu. 100% ishonyapman aytaylik. Mayli 100 bo'lmasa ham 95 deylik. Imtihonda shunaqa bo'lyapti. Men shuni bor javob deb olaman. Testda bor deyman buni. 4 yakuniy to'g'ri javobda bor deyman. 4 ta bor, mana A da bor 4, D da bor 4 va mana ikkita javobdan qutuldim. B chiqib ketdi, S chiqib ketdi. Chunki 4 yo'q bularda. Endi menga yordam bermaydigan variantlarni o'chirib turaman xalaqit bermasligi uchun. 2 keyin 6. 6 yo'q, 6 yordam beradi-ku. 6 faqat A da bor, mana D da yo'q. 1 6 7 8 4 ta yordam beradigan ma'lumotim bor meni. Bittasini bilsam bo'ldi shularning ichidan. Buyuk Britaniya parlamenti Irlandiyaga gam-rol berish haqidagi qarorni tasdiqladi. Mana A 1914 yil. urush arafasida, ha, to'g'rimi? Birinchi jahon urushi arafasida. Aytaylik, buni bilmadim deylik. Masalan, ikkilanyapman, 80-yillarmidi, 80-yillar emasmidi deb. Keyin ikkini ko'raman. Qushqa shahrini egallashdi. Bu 85-yilda. 85. Ha. Lekin mayli, buni ham o'zi ikkalasida ham bor. Bu bizga shundoq ham yordam bermaydi. Keyin 6ni ko'rishim kerak. Braziliyada konstitutsiya qabul qilinib, mamlakat Braziliya Qo'shma Shtatlari deb ataladigan bo'ldi. 1891. 1891. 91. 7ni ko'rishim kerak. Birinchi Pan Amerika konferensiyasi chaqirildi bu. 76. 89 bu, ha. Agar men mana shu 7ni to'g'ri 89 ekanligini eslay olsam ham to'g'ri javob topishim mumkin bo'ladi. Ya'ni 7ni men aytaylik 90% ishondim 7ga. Mana shu 80-yillar edi, o'sha dedimda 7 bor javobni olaman. A javob. Shular ittifoqi ham. Ha, yo'q, to'g'ri, bu yerda Uchlar ittifoqi o'zi mana bundan ham ko'ra yaqqol ko'rinib turibdi. Masalan, aytaylik, Uchlar ittifoqi harbiy siyosiy blok tashkil topdi. Bu 82-yilda. Masalan, men bunga 95% ishonyapman. 82 ekanligiga va D javobni mana shu 8 bo'lganligi. A javobda esa yo'q, qolgan javob qaysi? A'midi? Ha. A javobda 8 yo'qligi uchun chiqib ketadi. Va mana men D javobni olaman yakuniy javob sifatida. Uchlar ittifoqi tashkil topgan paytda Italiya qiroli kim edi? Viktor Emanuel 3mi? Kim javob berdi hozir? Men. Yo'q, noto'g'ri. Umberto Umberto edi, ha.
U darsliklarda kelmagan-ku so'z hech qaysida. Darslikka kelmaydigan bo'lsa ham tushib yotibdi-ku mana tushda. Tushib yotgani yo'q-da, lekin o'sha darslikka kelmagan bo'lsa-da tushish ehtimoli mavjud bo'lgan ma'lumotlar bor-da. O'sha ma'lumotlar qatoriga Uchlar ittifoqi tashkil topgan paytda Italiya qiroli kim edi degan savol ham kiradi-da. To'g'ri, hozirgacha tushmadi. Men u savolni tuzganimga ham yillar bo'lib ketdik. O'sha yozda kirish imtihonlari uchun chiqargan to'plamda bor edi o'sha bozorga chiqqanda birinchi. Lekin hozirgacha tushmadi, lekin aytaylik istisno qilib bo'lmaydi. Tushundingmi? Xo'p. 14-test topshirig'i Turkiston muxtoriyati 3 oyga yaqin faoliyat ko'rsatgan. Nima uchun bolsheviklar hukumati dastlab Turkiston muxtoriyatiga qarshi chiqmagan va uni darhol tugatib yubormagan? Nima uchun tugatib yubormagan deyilyapti? Bolsheviklar hukumati dastlab tahdid sifatida qaramagan. Mana A variantda shunaqa mazmunda kelgan. Bu variantda bolsheviklar hukumati xalqaro maydonda tajovuzkor davlat maqomini olishni istamay, muxtoriyatni asta-sekinlik bilan yo'qotishni maqsad qilgan edi. Mantiqan o'xshab ketish mumkindek tuyuladi-yu, lekin Yo'q, ustoz nimada? Ivan Toboylin nima zudlik bilan tugatib yuborish kerak deyilardi-yu. Mantiqan. Yo'q, bu yerda mantiqan o'xshashdek tuyuladi, lekin tarixiy tafsilotlar noto'g'ri ekanligiga dalolat beradi. Nima uchun? Chunki o'zi urush ketib yotgan edi. U bunday. Sovetlar o'sha payti urush girdobida edi o'zi. O'sha oqlar va qizillar o'rtasida urush bo'lganda, qizil askarlar va oq askarlar o'rtasida u qanaqadir xalqaro maydonda o'zini tajovuzkor davlat emasligini ko'rsatish uchun harakat qilib o'tiradigan vaziyat ham emas edi. Xo'p. Siz javob. Bolsheviklar dastlab mintaqadagi mahalliy aholi bilan yaxshi munosabatlar o'rnatishdan manfaatdor edi. Bu ham noto'g'ri. D javobda mana bolsheviklar dastlab Turkiston muxtoriyat hukumatini ta'sir doirasida cheklash va tugatish uchun yetarli harbiy kuchga ega bo'lmagan. Nima uchun yetarli harbiy kuchga ega bo'lmagan? Hazildan Orenburg ular qo'lda emas edi. hali Orenburg ular qo'lida emas edi. Ular Moskva bilan Turkistonga askar yoki qurol yarog' yetkaza olishardi. Orenburg orqali yetkaza olishardi-da. Xo'p, 15-test topshirig'i. Boya bunda bir ikki o'quvchilar xato qilibdi, tushunmagan, yozib tushuntirishga harakat qilaman. Tarixiy jihatdan tahlil qilib, nuqtalar o'rniga mantiqan mos keluvchi javob topishimiz kerak. Mana shu bog'lab turgan bitta mantiq bor-da bularni, shuni topishimiz kerak. Sui sulolasi Li Yuan, Sun sulolasi Xubilay. Bu nimadan dalolat beryapti? Kim tugatib yuborgani mana. Sui sulolasini Li Yuan tugatib yubordi-da, Tan sulolasiga asos soldi, to'g'rimi? Sun sulolasini Xubilay tugatib yubordi-da, Yuan sulolasiga asos soldi. Ya'ni tugatib yuborgan odamlar bu yerda mantiq. Tugatib yuborgan. Va endi Vizantiya imperiyasini kim tugatib yuborganligini topishimiz kerak. Koryos Mehmet Fatih Mehmet Fatih. va 1453 va Koryo sulolasini Li Songi nechanchi yilda? 1392-da. 92. Hop, Vizantiya imperiyasida hukm surgan so'nggi sulola qaysi? Paleologlar. Paleologlar. Paleologlar sulolasi hisoblanadi. Hop, 16-test topshirig'i berilgan voqealardan qay biri boshqalarga nisbatan oldinroq sodir bo'lgan? Fransiyada mutlaq monarxiyaning tugatilishi, mayli buni indamay turamiz aka. B. Germaniyada 2-marta imperiya e'lon qilinishi. Bu nechanchi yil? 1800 1871. Fransiya tarixida birinchi konstitutsiyaning qabul qilinishi bu 1791. 91. Beymerda Germaniya Respublikasi konstitutsiyasi qabul qilinishi. Bu 1919. 16-yilda 1866. Yo'q. Birinchi konstitutsiya. Beymarda. 1919. 1919 Beymer konstitutsiyasi. 1966-yil o'shanda tugatiladi. Weimar Respublikasi bilan birgalikda. Yo'q, nima dedingiz hozir?
o'sha 1866-yilda tashkil topgan konstitutsiya o'sha nima edi? Ha, Otto to'g'ri, von endi to'g'ri Bismarck bo'ldi. boshligida o'sha 1919-yilda 50 yilini o'qilar, 50 yildan. Hop, endi savolda oldinroq deyilyapti. Nima uchun ani tashlab ketdim? Hozir ko'ramiz. Fransiyada mutlaq monarxiyani tugatilishi nechanchi yil? 870. 1780. 1789. 1789 mi yoki 870. 1870? Yo'q, yo'q. 1870 uni Napoleon qulagan faqat. Qaysi biri? Shu monarxiyani tugatgandan Yo'q, Birinchisi. yo'q. Mutlaq monarxiya tugatyapti. 89. Bu 89 hisoblanadi. Ya'ni 89. bu yerda bitta narsani tushunib qo'yishimiz kerakda. Fransiyada mutlaq monarxiya qachon tugadi desa, bu 89 bo'ladi. O'sha paytda Parij kommunasi hokimiyat tepasiga keldi va qirol hokimiyati cheklandi. Ya'ni mutlaqlik tugadi u yerda, mutlaq hukmronlik. Endi masalan sizga savol berilsa, 3ta holatda ham 1789 bo'ladi. Hozir o'shani aytaman, eshitib turinglar. Fransiyada mutlaq monarxiya qachon quladi? 1789. Fransiyada absolutizm qachon quladi? 1789. Fransiyada absolut monarxiya qachon quladi? 1789. O'zi uchalasi ham o'sha mutlaq monarxiya degan so'zning sinonimlari. Endi qanday vaziyatda 1792 bo'ladi? Fransiyada monarxiya qachon quladi? Ya'ni oldida mutlaq degan so'z yo'q. Shunday holatda 1792. Nima uchun? Chunki biz bitta so'zni aytayotgan paytimiz agar unga o'sha aniqlovchi bermasak, mutlaq ko'rinishini nazarda tutamizda. Ya'ni har qanday ko'rinishi, mutlaq emas, ya'ni har qanday ko'rinishi. 1792-yilda Fransiyada monarxiyaning har qanday ko'rinishi tugadi va mamlakat respublika deb e'lon qilindi, to'g'rimi? Monarxiya butkul quladi endi. 89da mutlaq monarxiya qulagandi va cheklangan monarxiya sifatida saqlanib qolgandi. Xo'p, keyin 1791-yilda Fransiyada konstitutsiya qabul qilindi va o'shandan keyin konstitutsiyaviy monarxiya sifatida aytish mumkin bo'ldi. Qaranglar, yana bitta muhim joyi borda, mana ba'zida konstitutsiyaviy, ba'zida emas, ko'p hollarda konstitutsiyaviy deydida, qavsida cheklangan deb yozib qo'yadi yoki cheklangan deydi, konstitutsiyaviy deb yozib qo'yadi. Mana shu har doim ham bir-birini o'rnida qo'llana olmasligiga mana shu Fransiya mavzusi misol bo'ladi. Chunki Fransiya konstitutsiyaviy monarxiyaga qachon aylandi desa 1789 deb javob berib bo'lmaydi. Lekin cheklangan monarxiyaga qachon aylandi desa 1789 deb javob berib bo'ladi. Tushuntira oldimmi? Kecha nima degandim? Aha, tushundik ustoz. Tushundik. Bu YouTube ga qo'yiladi bu. O'ziga o'zi gapiradi, o'quvchilar tushunmas ekan deyishmasin. Hop. Shahzoda, Said Ismoil, mikrofonlaringizni qaytadan ochib qo'ydim. Negadir mikrofonlaringiz kirib chiqqandan keyin ilinyapti shekilli. Ustoz, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. 48-yilda ham monarxiya tugardi-ku. Taxtni yo'q borishardi. To'g'ri, 1848-yilda o'sha monarxiya qulaydi. U birinchisi emas-da. Yo'q, 48-yil yo'q. Qarang, 48-yilda o'sha feodalda inqilob bo'ladi va 48-yildan 52-yilgacha respublika bo'ladi. U iyul monarxiyasini qulashi, lekin u yerda mana bu birinchi nazarda tutilmagan, birinchisi. Lekin to'g'ri, masalan, bitta tan olish kerak, bu yerda o'sha 48 ni nima uchun o'ylamasligi kerak o'sha tez ishlayotgan odam degan savol bo'lishi kerak edi aslida. Ya'ni men tez yozayotganda shu joyni inobatga olishim kerak edi. Va men shuni sal boshqacharoq qilish kerak. Ya'ni shunaqa muammo tug'ilmasligi kerak edi. Keyin mutlaq monarxiya tugashiga 70 ga masak bo'lmaymi? Chunki Lyuin Bonapartga tepdi-ku. Undan keyin mutlaq monarxiya tugashiga 1870-yil olsak bo'lmaymi? Chunki Lyuin Bonapartga tepdi-ku, undan keyin boshqa monarxiyasi kelgani yo'q. 70 dan keyin boshqa monarxiya hukmdor kelgani yo'q.
men savolda o'shanaqa muammo tug'ilmasligi uchun 1789-1799 yillar tarixi deb mana bu qog'ozchida ham yozib qo'yishim kerak edi. Tushundim sizning gapingizni ham. Lekin muammo bor. Ikki jihatdan muammo borda. Hozir mana buni yozgan taqdirda siz aytgan muammo yechiladi, chunki 1870 uju siz aytgan narsa, to'g'rimi? 1870-yilda Napoleon 3-chi. Mana bu muammo yechiladi agar men mana shu tekstni qo'shib qo'ysam. Lekin boya Shahzoda aytgani baribir saqlanib qolinadi 1848. Yo'q, u ham yechiladi. Bo'ldi, men shuni qo'shib qo'yishim kerak ekan. Mana shuni qo'shib qo'yishim kerak ekan. Xo'p, yaxshi. Ya, aynan bunday Fransiyada nimasi qilib emas, 18-asr oxiri 18-asr voqealari debmi o'shanaqaroq yozishim kerak, shunda muammo yechilar ekan. Xo'p. 17-test topshirig'i 8-9 yashar neandertal bolaning suyak qoldiqlari topilgan mazyoq xaritada nechanchi raqam bilan ko'rsatilgan? Bu bilamiz qayerdan topilgan? Surxondaryodan topilgan, Boysun tog'lari. Agar biz xaritani bilmagan taqdirimizda ham O'zbekistonni janubiy ekanligini bilishimiz mumkin, Surxondaryo, to'g'rimi? Va janubroqni olishimiz kerak-da, mana 2 bu yerda. Xo'p. 18-test topshirig'i tarixiy voqea va uning natijasi o'zaro mos berilgan qatorni topishimiz kerak. 1840-42-yillarda Xitoy va Buyuk Britaniya urushi. Xitoy Afyon olib kirilishini qonuniyligini tan oldi. Bu nechanchi Afyon urushi edi? Birinchi. Ikkinchi Afyonda, ikkinchi. Bir. Hop. Demak, baribir tan olmagan. Kimdadir Shovqinli mikrofon bor, iltimos. Shovqinli mikrofonni ilib qo'ying. Hop. Demak, tan olmagan baribir, ya'ni natija bo'la olmaydi. Shuning uchun bir bor javoblarni chiqarib yuboramiz. Bitta javob chiqib ketadi mana A javobi. Hop, ikkinchi, Misr hukmdori Muhammad Ali Usmonli Turkiyaga qarshi bosh ko'tardi va Muhammad Ali Misr va Tunisni boshqarishni meros qilib qoldirish huquqini qo'lga kiritdi. Bu to'g'rimi, noto'g'rimi? Noto'g'ri. Sudan bo'lishi kerak. Sudan edi. Noto'g'ri. Mana shu joyda Sudan bo'lganda edi, to'g'ri bo'lardi. Xo'p. 2 bor javoblarni chiqarib tashlasak, mana bizda to'g'ri javob kelib chiqadi. Yakuniy to'g'ri javob. Lekin qolganlarni ham tekshirib ko'ramiz. Ingliz burji inqilobi bo'lib o'tdi. Mamlakatda sanoat to'ntarishi boshlandi. Bu natija bo'la oladi. Ya'ni ta'sir qilgan. Napoleon va ittifoqchi davlatlar o'rtasida Waterloo jangi bo'lib o'tdi. Fransiyada Valualar sulolasi hokimiyati qayta tiklandi. Qaysi sulolalar hokimiyati qayta tiklangan? Burbonlar sulolasi. Burbonlar. Burbonlar tikladi. Hop, 1857-yilda Buyuk Britaniya va Eron o'rtasida Parij tinchlik shartnomasi imzolandi. Eron Hirot va Afg'onistonning boshqa hududlariga bo'lgan da'vosidan butunlay voz kechdi. Xo'p, Eronda qaysi sulolalar hukm surar edi bu paytda? Zafariylarmi? Yo'q. Qojarlar. Qojarlar. Qojarlar nechanchi yillarda hukm surgan qojarlar? 1796dan 1925gacha. Shunday, qojarlar sulolasi hukm surar edi. Bu to'g'ri ma'lumot. Hop, Yevropa davlatlari o'rtasida 7 yillik urush bo'lib o'tdi. Hindiston va Shimoliy Amerikadagi fransuz mustamlakalari Angliya qo'liga o'tgan. Bu ham to'g'ri va Angliyada birinchi parlament islohoti nechanchi yilda o'tkazilgan birinchi parlament islohoti? 65-yil. 1265. Yo'q. 1832. Yo'q, 1263da birinchi parlament chaqirilgan.
ikkinchisi 67, uchinchisi 1911. uchinchisi kim biladi? Kitobda berilgan. 1911. Kitobda Kitobda berilmagan, uchinchi raqam Said bo'lib kelgan, Ismoil lekin so'rayapti. uchinchi Uchinchi bo'lib keladi darslikda shunchaki Fazliddin. Ya'ni 9-sinf jahon tarixida o'sha parlament islohotlari mavzulari ketadi Angliya bo'yicha. Keyin 1911 da parlament islohoti bo'ldi. Lekin uni bitta joyda ham 3-chi deb yozmagan-ku. Lekin shunaqa xulosa beradi bizga 3-chi deb o'ylashimiz mumkin darsda. Lekin o'shani tekshirib ko'rishimiz kerak. Tekshirib ko'rsak, aslida 3-chi parlament islohoti 80-yillarda bo'lganligini ko'rishimiz mumkin. U darsga kiritilmagan. Bu darsga kiritilmaganligi uchun bu yoqda tarix o'zgarib qolmaydi-da. Mana bu 11-yildagi parlament islohoti 3-chi bo'lib qolmaydi. Tushuntira oldimmi? Hop. 19-test topshirig'i. Mana shu test topshirig'ida bitta qoidani o'zim chetlab o'tganman 19da. Lekin bunga chalg'ib qolishlaringizni ham istamayman hozir. Qaranglar, biz yuqoridan beri o'sha test tahlillarida doim aytib kelyapmiz. Raqamli testlarda, mana shunaqa ko'p javobli testlarda biz to'g'ri deb o'ylaydigan 100% ishonayotgan yoki 95% ishonayotgan javobimiz testning yakuniy to'g'ri javobida bo'ladi deyapmiz-da. Amaliyotda shunaqa, to shu paytgacha shunaqa bo'lib kelgan. Lekin bu mana shu testda shu qoidaga amal qilinmagan. Xo'p, demak ko'ramiz. Aksum 7-asr Arab xalifalik qo'shinlarini mag'lubiyatga uchratib, Arabiston yarimorolining janubidagi yerlarga ega bo'ldi. Bu 8. Yo'q, gap 8 emas bu yerda, gap boshqa joyda. Noto'g'ri. Nimasi noto'g'ri mag'lubiyatga bo'ldi? uchraydi. Bu Arabiston yarimorolini boy beradi. U yutqazadi qaytanga. Aksum yutadi emas, Mana yutqazadi. Bu Jon. yerda voqea noto'g'ri yozilgan. Ya'ni voqeani noto'g'ri yozganman atayin. Xo'p. Endi ikkinchi Mali 15-asr inqirozga uchrab parchanab ketdi. Bu To'g'ri. bu to'g'ri ma'lumot. 14. Inklar davlati 11-12 Urumbamba daryosi havzasida Kusko shahriga asos soldi. Bu Hatto 12 bo'ladi. 12-13 bo'ladi, ha? 12. Xo'p, demak 3 bor javob chiqib ketadi-da, mana 3 bor javob chiqib ketdi. Keyin biz 2 ni biz to'g'ri javob deb olyapmiz. Mana 2 ni to'g'ri javob deb olyapmiz. Keyin 4 Delhi sultonligi 12-13 davlat. Bu to'g'rimi? Musulmon hokimiyati Bu o'rnatiladi. to'g'ri. Keyin Parxiya 9-asr ko'chman shkidonlar zarbasidan so'ng parchalab ketdi. Bu davr xati. nechanchi asr? 1-asr. 10-asr. 10. Demak 5 ham noto'g'ri. 6 Yaponiya 12-asr oxiri qo'shma hokimiyat cheguvchisiga keldi. Bu To'g'ri. To'g'ri. bu to'g'ri, Syogun hokimiyati uchun keldi 12-asr. Endi bu yerda nima muammo bor? Ya'ni bu o'z aslida yaxshi savol hisoblanmaydi. Mana bu variantlar nuqtai nazardan ma'lumotlarni joylashish emas, mana variantlarni qo'yilishi. Biz 6 ni ham to'g'ri deb oldik. To'g'rimi? Ya'ni bizda to'g'ri javoblar bu yerda 2, 4, 6 da. 2, 4, 6. Lekin mana bu savolni ham tuzishda o'zi maqsad bor edi. Qanaqadir bir konkurs bo'lgan payti o'sha o'rtaga sovrin qo'ygan paytim o'sha mantig'ini ishlatib yuborsin bir o'tirib degan bir o'y fikr bilan qilgandim shekilli. Mana A ni tanlashga 5 xalaqit beradi mana. 5 xalaqit beradi. B ni tanlashga 3 xalaqit beradi. D ni tanlashga bu yerda ham 3 xalaqit beradi va natijada to'g'ri javob C bo'ladi. Tushuntira oldimmi? Lekin amaliyotda, ya'ni bugungi kungacha qo'llanib kelinayotgan o'sha milliy sertifikat imtihonlari yoki yozgi kirish imtihonlari to'g'ri javob tashqarida qolib ketmagan bunday testlarda. Tushuntira oldimmi? To'g'ri javob tashqarida qolib ketmagan. Xo'p. Yaxshi. 20-test topshirig'i. Quyida berilgan ma'lumotlarni tahlil qilib, Eyler-Venn diagrammasiga mos keladigan javoblarni aniqlang. Usmon 1 va O'rxon bu yerda. Qarang, ma'lumotlar bu yerda
eng osonini ko'ramiz mana. Bayazid Yildirimga qarshi kurash olib bordi. Mutlaq mantiqan ham, tarixan ham umuman to'g'ri kelmaydi. Javob. Bitta javobni chiqarib qutulib qo'yamiz oldinroq. Keyin beunvoni qabila boshliqlari yig'inida berildi. Uchalasi o'sha ikkilasini bilashtirish jihati edi. Qolgan javoblarda xuddi shunaqa lekin. Nikiya shahrini bosib oldi. Bu kim? Orxon. Nikeya va Nikemedia. Nikiya shahrini bosib oldi O'rxon. Agar biz buni O'rxon deydigan bo'lsak, mana 2 ga a degan javob kerak bo'lsa, mana a javobdan qutulamiz, chunki 2 a emas. Endi bizga yordam bermaydi, mana bu hozir. Sizlar yordam bermaydi, bir xil. A'lar yordam bermaydi. Mana bizga yordam beradigan variantlar 1 b mi yoki 1 d mi yoki 2 b mi yoki 2 d mi? Mana shu. Usmon. Eslem yordam bermeydi. Bular ham yordam bermaydi o'zi. Usmon tanga pul zarb qildirdimi yoki Bursa shahrini bosib oldimi? Bursani. Usmon Bursa va uning atroflarini bosib olgan. Yakuniy to'g'ri javob mana D javob. O'zi Nikiya va Nikomedia bo'lsa kim bo'lardi? Orxon. Orxon bo'lardi, ha? 21-test topshirig'i qaysi sulh hukmronligi davrida O'rta Osiyo xalqlari, xususan o'zbek hamda tojik adabiyoti o'rtasida o'zaro aloqa va hamkorlik kengaydi? Endi bu Temuriylar davrida Navoiy bilan kimning o'rtasidagi o'sha Jomiy. hamkorlik? Abdurahmon Jomiy. Jomiy, ha. Ramiyning ijodi. 12.000 baytim yo'q. Qanchadir misra yozganlarimni shu paytgacha yozganlarimni almashib yuborardim deb kim aytgan edi? 12.000 bayt. 12.000 baytini 2 misrasiga almashtirmoqchi bo'ldi. Lutfiy. U Lutfiy edi, ha? Lutfiy ustoz. Bo'pti, mayli. Mayli, orasini yopqach, ko'zini sochida harra qilsa yosh, bo'lmagan paydo bo'lar. Bizni xor otdan chiqiyosh. Shungamidi? Ha, shunga. Shu. Mana. 22-test topshirig'i yakuniy hukm aniqlashimiz kerak. To'g'ri yoki noto'g'ri. Buni ham aniqlasa bo'ladi. Mana bu ham boya kimdir xato qilibdi bunda 2-3 ta odam. Napoleon Ustoz? Ha. Mana shunda nima Gavaya bilan nimani anneksiya qilardi, Filippinni bosib olardi deydi-da, Gavaya bilan Puerto-Riko anneksiya qilardi deydi. Ha, men shu joyini aytaman. Yo'q, qarang. Bosib oldi degan jumla ham kelganda. Oxirida bosib oldi degan joyi ham kelardi. AQShda o'zida bosib oldi degan 1898-yilda bosib oldi. Bosib oldi degan so'z bilan almashsak xato bo'lmaydi. Ya'ni anneksiya so'zi o'rniga bosib oldi degan jumlani qo'llasak, bu xato bo'lmaydi. Men qarang, endi kimdir yo'q kitobda bunaqa deb yotgan taqdirda ham kitobda ham yozib qo'yibdi, bosib oldi degan joyi bor. Boshida Keyin Filippinda 20 ming dollar to'lab, nima uni ham qo'shib oldi deyilardi. Xo'p, hozir mana. Kitobda boshda keladi. 9-jahon tarixi. Bosib oldi degan oxirroq bir nimada ham keladi oxirroqda. Shuni ko'p odam AQShda o'zi mana qarang, bu joyda Filippinni bosib oldi deb yozgan. Hozir Gavayni anneksiya deb yozganda, mana shu o'sha savolni kimdir xato qilsa, axir Gavayni bosib olmagan, anneksiya qilgan-ku dedi-da. Lekin anneksiyani mazmuni ham o'zi bosib olish. Kitobda kelmagan-ku deyish mumkin, lekin aslida kitobda ham kelgan, hozir ko'ramiz. Bor shu Gavayni bosib oldi degan joy. Nechanchidir betida. o'tib ketdingiz ustoz. Mana yo topdim. Mana Gavayni bosib oldi. Mana Monroe doktrinasiga tayanib
ko'p o'tmay Samorollarni Yo, samolar. Samorollarni mana shu joyda o'qiyapman-da. Monro doktorinasiga tayanib Samorollarni egalladi. 18-yilda mana Gavayi orollari bosib olindi. O'sha AQShning o'zining temasida yozib qo'yibdi. Ya'ni kitobda yo'q degan taqdirda ham bu savolga e'tiroz bildirib bo'lmaydi. Kitobda bor. Birinchidan o'zi gap kitobda bor yo'qligida emas. Anneksiyani mazmuni bosib olindi ekanligini baribir tushunish kerak. Xo'p. Demak, Filippinda nimasi ham bor edi ustoz? 20 million dollar to'lab uni keyin qo'shib olardi. Demak, ikki to'g'ri ma'lumot. Birini ko'ramiz. Napoleon 3-Sedan qal'asida qurshab olinganda fransuz qo'shinlari nemislardan taxminan 60 ming kishiga kamroq edi. Bu To'g'ri. To'g'ri javob. To'g'ri. To'g'ri javob. Nemislarda 140 ming bo'ladi, fransuzlarda 80 ming bo'ladi. Hop, endi 3-ni ko'ramiz. Fransiyada 3-respublika e'lon qilingach, Troshu mamlakatning vaqtinchalik prezidenti bo'ldi. Bu noto'g'ri. Noto'g'ri. Hop, demak, to'g'ri, noto'g'ri degan javob kerak bizga. D javob mana. Qaranglar, agar mabodo mana shunaqa Lekin egallaydi-ku, lekin prezident bo'la olmaydi-da. prezident bo'lmagan, 3-respublikaning birinchi prezidenti Muvaqqat hukumat tuzildi deylardi xolos ustoz unga Troshuga. Hokimiyatga keladi-da. Tier 3-respublikaning birinchi prezidenti Tier. Xo'p. 23-test topshirig'i 19-asrning 90-yillarida bo'lib o'tgan voqealarni aniqlashimiz kerak. Efiopiyaliklar tomonidan Adoyonda italiyaliklar qo'shin tarmor etildi. Bu to'g'ri ma'lumot. Birini olaman, bir bor javobni olaman. Mana D chiqib ketadi. Ikkini ko'raman. Braziliyada qulchilik bekor qilindi. Xo'p, qarasam, bittasida yo'q. Endi 3-ni ko'ramiz. Braziliyada birinchi Pan Amerika konferensiyasi o'z ishini boshladi. Bu nechanchi yil edi? 89. 89 bu. Javob chiqib ketadi-da mana. Keyin AQSh Ispaniya urushi bo'lib o'tdi. AQSh Ispaniya urushi 1898. Endi mana shu 2 kiradimi yo'qmi? Mana shunga qarab qolyapti bizning javob topishimiz. 1888-yilda. 88-yilda Oltin qonun. Va mana yakuniy to'g'ri javob sifatida biz tanlaymiz. C javobni. Hop, Shayboniylar qo'shinida dushman va uning qo'shinlari, ularning kuchi va joylashishi to'g'risida ma'lumot to'plash bilan shug'ullangan maxsus harbiy bo'linma nima deb atalgan? Bu yerda mana xabargiri. Bu yerda darslikda razvedka deb yozib qo'yibdi-da. Razvedkaning ta'rifini o'sha o'zbek tilining izoh lug'atidan olib, mana shu joyga joylab qo'yibman. Ya'ni razvedka degan so'z ta'rifini qo'yganman. Xo'p. 25-test topshirig'i 19-asr ikkinchi yarmida O'rta Osiyoda hunarmandchilikning ko'plab turlari inqiroziga uchrashiga sabab bo'lgan asosiy omil nima edi? Rossiya tomonidan ishlab chiqarilgan uy ro'zg'or buyumlari, ayniqsa to'qimachilik mahsulotlari bilan O'rta Osiyo bozorlarining to'ldirilishi bo'ladi javob. Mana D javob. Endi buni ko'pchilik bilsa kerak. Qolgan variantlarda mana mantiqqa o'xshash variantlarni qo'yishga harakat qilganman. Iqtisodiy vaziyat tufayli daromadlarni boshqa mamlakatlarga, jumladan Turkiya va Rossiyaga ko'chib ketishi. Lekin aslida mana Rossiyani tovarlari sindirgan. Hop, 26-test topshirig'i 1835-yillarda bo'lib o'tgan istiqlolchilik harakatining eng zaif tomonlari. Harakatning Turkiston mintaqasida yagona markaz ostida birlasha olmaganligi. Bu To'g'ri. Kiradigan ma'lumot. To'liq birlasha olmaganligi bo'ladi. Ustoz qisman birlashgan bo'lardi-ku. To'g'ri. Hop, turkiylarning turkistonliklar va buxoroliklardan boshqa xalqlari harakatni qo'llab-quvvatlamaganligi. Aslida mana xorazmliklar ham qatnashgan, to'g'rimi?
Turk va qoraqalpoqlar ham qatnashgan. Shunday. Bu noto'g'ri bo'ladi. Hop, 3-ni ko'ramiz. Harakat vujudga kelgan davrda uning asosiy g'oya va maqsadi bo'lmaganligi. Bu ham o'xshashdek ko'rinadi, ya'ni bu ham zaif tomonidek ko'rinadi, lekin aslida harakatning maqsadi nima edi? Xatosi. Harakatning maqsadi mustaqilligi. Turkiston Davlat mustaqilligi, mustaqil Turkiston davlatini tuzish edi. Ya'ni shunaqa keltirilgan. Jaydchilik harakati a'zolari va qo'rboshlar o'rtasida kelishuvga Mustaqillikka erishdi. Mana bu 3-chi ham noto'g'ri ma'lumot. To'g'ri, jadidlar o'rtasida qanaqadir jadidlar bilan qo'rboshlar o'rtasida juda jiddiy aloqalar mavjud bo'lmagan, lekin mag'lubiyatga uchradi. Nima uchun jadidlar bilan kelisha olmadi degan qarash noto'g'ri. Keyin 5-chi, ba'zi yetakchi shaxslar o'rtasida kelishmovchilik va nizolar. Masalan, Xolxo'jaishon, G'ulom Alixon Bahodirlar bor edi, ha? Ular o'sha o'zlari harakat qilgan. Madayinbekni ham o'sha nozik vaziyatda o'ldiriladi deyiladi. Masalan, ba'zi eski kitoblarda o'sha qo'rboshlarni o'zlari o'ldirgan deb yozib qo'yardi. Xo'p, 27-test topshirig'i o'zaro muvofiqlik saqlangan javob toping. Misr, Yunon, Rim, Hind mifologiyasi keltirilgan. Demak, bu yerda ko'ramiz eng osoni qaysi? Masalan, Ganesha aytaylik. 4 ga 4 degan javob. Hindiston. Donishmandlik xudosi. Qolganlari ham murakkab emas. Binniki. Qaranglar, bitta narsa tushuninglarda, qolganlari ham murakkab emas, lekin ko'zga birinchi yaqqol tashlanadigandan ketganimiz o'sha xavfsizroqda har doim. 4 ga 4. 4 ga 4 deganda bitta javobdan qutular ekanmiz hech bo'lmasa mana. C javobdan. Yana bir muhim jihati bor. Bu testni hali alohida o'rgataman. Bu test bunday test dastlab tushgan paytda mana shunaqa shaklda tushgan, keyin buni o'zgartirishgan. Ayyorlik qilishgan keyin, ya'ni bunaqa bittasini topib turib chiqarib bo'ladigan emas. Masalan, nima qilishgan? Hind mifologiyasi. Bittasida Ganeshani berib qo'ysa, bittasida Indrani ham berib qo'yadi, tushundingizmi? Masalan, 4 ga 4 degan bilan chiqarib yubora olmaymiz. Qaysidir bitta javobda o'sha Hindistonga Indra moslashib turgan bo'lishi va mana bu yerdagi Ganeshani ta'rifi, mana keyingi raqam ABCD bu yerdagi. Mos kelmay qolgan bo'lsa, narigi Indra javobi to'g'ri bo'ladi-da. Tushuntira oldimmi? Hali ishlaymiz uni ham, lekin hozirgi holatda shunaqa chiqarib yuborsa bo'ladi va endi Ganeshani nimani xudosi, shuni ko'rishimiz kerak. D yoki Donishmandlik. Donishmandlik yoki B da mana go'zallik. Bu donishmandlik xudosi va mana chiqib ketadi. D javob ham chiqib ketadi. Endi bir ikkalasida ham bir xil. Shunda ham tekshirib olishimiz kerak. Misr, Bastet, go'zallik. To'g'ri. Ikkinchini ko'ramiz. Qadimgi Yunon mifologiyasi. A javobda mana Dionis moslashgan. B javobda esa Mars moslashgan. Mars bu qayerning xudosi? Urush xudosi. Ularga. Yo'q, Rimning xudosida, Mars. Rim urush xudosi Rimda. Rimda urush xudosi. U keyingi mana sizga moslashib turibdi, Mars urush xudosi bo'lib, mana e'tibor beradigan bo'lsak, lekin davlatiga mos kelmaydi-da. Mana bunga mos kelmaydi. Shuning evaziga mana A javobi to'g'ri. Bular ham o'zi aslida ja murakkab emas, ya'ni savol shaklini o'zgartirishdi. Bu yerda 8 ta xudo, bu yerda esa 8 ta ta'rif beradigan bo'lishgan, lekin u ham murakkab degan emas aslida. Aqalli bittasi to'g'ri kelmasa bo'ldi. Xo'p. Qirol Yuan davrida uning qaysi siyosati hukmron doiralarini qirol siyosatiga qarshi bo'lib qolishiga va isyon ko'tarishiga sabab bo'lgan? Va qaysi hujjat imzolanar edi keyin bunga qarshi qo'zg'olon ko'tarib? Ozodlik partiyasi yoki Buyuk ozodlik partiyasi. Buyuk ozodlik partiyasi. Gunohkor hisoblangan parollarni qaysi ulardan bo'lgan qirol Yuan? Plantagenetlardan. Plantagenetlar. Stefenda. Yo'q, Shtofellar qayerda hukm surgan? Germaniyada. Germaniyadan hozir kimdir Shtofellar dedi. Demak, Plantagenetlar sulolasidan endi u eski, ya'ni 17-yillik darsda keltirilmagan bo'lgani bilan yangi darslikda Plantagenetlar keltirilgan, hattoki o'sha Windsorlar sulolasi ham yozilgan.
Hop. 29-chi test topshirig'i ikki qismdan iborat asar. Bir qismi mana kalitlarga e'tibor beramiz. Buxoroning qadimgi tarixi, hukmdorlari shajarasi. Ikkinchi qismi 18-19 asrlar boshlaridagi O'rta Osiyoning tarixi. Shunda qaysi asar bo'ladi bu? Bu Shu jonni olmay asarda Gulchanul Mulk, ha. Gulchanul Mulk asari. Bu Doniyorbiy Otalikning o'g'li degan edim, agar eslaringizda bo'lsa. Hop, davom etamiz. Asar va ularning mualliflarini moslashtirishimiz kerak. Tagor, Alvaro Yunque, Gideon Bassan. Bu yerda Tagorning asarini balki topish osonroq. O'sha qurbonlik qo'shiqlari Gidanjali deb ham atalar edi. Birga A degan javob kerak bizga. Birga A degan javob mana B da bor va C da bor. Halokat degan yana bir asar bor. Bu Gidanjalini 10 jahonda yozib qo'ygan edi. Hop, birga A ni moslashtirib 1913 Nobel oldi. Nobel olishiga mash. Hop, 2 endi Alvaro Yunque. Bu muallima uchun gul, ha. Va biz yakuniy javob topa olamiz shu bilan. Dengiz bo'risini kim yozgan? Jack London. Yashamagan yaxshini kim yozgan? Rocco Tokotomi. Kurasiva asari ham. Kurasiva yashamagan yaxshi. Girdobni kim yozgan? Frank Norris. Hayotni Gideon Maupassant. Gideon Maupassant. Hayot asarining Mont Oriel. Shunday. Hop, 31-test topshirig'i mana mazdigohlar va ularning davrlari mos kelgan bo'lishi kerak. Hop, bir mana chiqib ketadi, chunki Jarkoton mezolit davri emas. Sopol Teshik tosh ham chiqib ketadi. Teshik tosh ham mana, yo mayli, Obishirni olamiz, 2 bor javobni olamiz. Keyin Obishir mana 3 bor javobni chiqarib yuboramiz, bronzaga moslashgan. 2-4 yoki 2-6 da o'zi bu yerda. 4 ni qaraydigan bo'lsak, mana bunday kelyapti. Mana bunday kelyapti, keyin bu yerdan boryapti. 4 demak to'g'ri. 2-4. Mana D javob. Hop. 19-asr oxirlarida jahonda aniqlangan neft zaxiralarining 4dan 1 qismi qaysi davlat ixtiyorida edi? Qaysi davlat? Saudiya Arabistonida. Yana bir sifra bor edi o'sha joyda. Kim biladi? 4dan 1, keyin yana bir 3dan 1 degan ham bor edi. Nimani 3dan 1 edi u? Oltin bo'yicha-midi, ustoz? Ishlab chiqarish bo'yicha, neftni sotish bo'yicha 3dan 1 edi. Yo. Oltin bo'yicha ham emas. Neftni sotish bo'yicha ishlab chiqarish, neftni chaqib. Anoda iqtisod, ekonomiya bo'yicha. Moliya. Yo'q, Moliya resurslari 3dan 1 qismi. Said Ismoil to'g'ri aytayapti. To'g'ri yo'ldan boryapti. Moliya. Neftni sotish bo'yicha emasmidi? Qarang. Shu yerda chiqarilayotgan neft 3dan 1 edi. Yo'q, neftni aytdik-ku, mana neft zaxiralarining 4dan 1. Zaxiralarining 4dan 1. Moliya resurslarini esa 3dan 1 qismi. O'sha jahon moliya resurslarining 3dan 1 qismini saudiyaliklar o'z qo'lida to'plagan edi 90-yillarda. Neft bo'yicha 4dan 1. Endi to'g'ri, neftni sotish boshqa u farqlanadi, lekin bu yerda kitobda biz biladigan ma'lumot neft zaxiralarining 4dan 1 qismi aynan Saudiyada joylashgan edi, o'sha 90-yillarda aniqlangan. Hop, tushuntira oldimmi? Tushundik. 33-35-test topshiriqlari berilgan voqealarda boya aytgandek, o'sha 34-35 ni birinchi ko'rish kerak degandim oldinroq. Kecha test tahlilida ham aytgandim o'tgan gal. Chunki 34-35 topib olsak, 33 o'sha javob bo'lmaydi-da. Ya'ni agar 34 ga B desak, demak 33 B emas.
35 ga S desak, 33 S emas. Yana aytib o'taman, qat'iy ravishda bunaqa qoida yo'q, lekin amaliyotda shunaqa bo'lyapti, bir xil bo'lib qolmayapti. Xitoyning suvereniteti va hududi yaxshiligi bir qancha davlatlar tomonidan tan olingan. Qaysi voqea natijasida? Qaysi voqea? Washingtonda. Washington konferensiyasida qaysi birda rad etilgan edi? Versalda. Yana Versalda. Ha, shundan keyin Versalda nima shartnoma. ko'tarilgan edi? Shundan keyin Talabalar harakati 4-mayda. 4-may harakati. Keyin hokimiyatga kim kelgan edi? AQShni qo'llab UPFU. UPFU kelgan edi. UPFU. Ha. Endi Janubiy G'arbiy Osiyo mamlakatlari tarixiga oid nimani belgilashimiz kerak? Shu Amir Abdulloh ibn Husayn mamlakat podshosi bo'ldi. Qaysi davlat bu? Yordaniya. Iordaniya, ha. Iordaniya nechanchi yilda mustaqil bo'lgan? 1946 edi. 46-yil 22-martda. 46-yilda mustaqil bo'lgan, yilni bilib qo'ysak bo'ldi. Iordaniya, ya'ni o'zi Janubiy G'arbiy Osiyoda nechta davlat borligini yozib qo'ygan edi? Jamchi muhim emas u. 16. 16 ta davlat bor deb yozib qo'ygan. Livan, Iordaniya, Saudiya Arabistonini o'sha keltirgan keyin. Birlashgan Arab Amirliklari. Bu yerda bitta Lozanna shartnomasi. Bu yerda yana bir muammo bor edi. Yo'q, muammo. To'g'rilagandim shekilli. Lozanna tinch shartnomasi nechanchi yilda imzolangan? Ha, to'g'ri. 1923da. 23. Washington Washington 21-22-yillarda. 21-21'da. 20. Meksika burji 21-22. g'alaba qozondi. 17. 17. Millatlar Ligasi 17-yil. tomonidan pullik haqida konvensiya. 26 mi? 26. Shoh Muhammad Zohirshoh hokimiyati ag'darildi. Bu 1973. Bu 1973, ya'ni Afg'onistondagi o'sha Barakzaylar sulolasining so'nggi hukmdori edi Zohirshoh va Muhammad Davud kelar edi prezident bo'lib. Xo'p, endi Amir Abdulloh birinchi ibn Husayn mamlakat podshohi bo'ldi. Bu nechanchi yil? 1946-yil. 1946-yil. Endi bizda eng avval so'ralayotgan bo'lsa, demak, Meksika burji inqilobi g'alaba qozondi bo'ladi, ha? Oldini yo'q. Hop, bu yerda mana bu o'zi aslida Turkiya ham Janubiy G'arbiy Osiyo davlatiga kiritiladi-da ba'zi nimada Turkiya. Lekin baribir savolda mana 20-asr o'rtalari deyilgan. 20-asr o'rtalari. Xo'p, mayli, davom etamiz. 36-test topshirig'i o'sha yozma, ya'ni ochiq test topshiriqlariga keldik. Fransiyaning birinchi prezidenti kim bo'lganligini aniqlang. Men shu savolni ancha oldin tuzganman-da, o'sha boshida ko'pchilik bila olmagan bu savolning javobini. Hozir endi oson, ko'pchilik biladi, chunki savollarda, testlarda ko'p qo'llandi boshqa. Kim bo'ladi bu? Louis Napoleon. Napoleon 3. Louis Napoleon Bonaparte. Ha. Endi Napoleon 3 desak ham to'g'ri javob sifatida oladi masalan, lekin xato javob sifatida olib bo'lmaydi, lekin bitta joyi bor. Mana hukm o'sha imperator bo'lganidan keyin Napoleon 3 nomini olganda, u 48-yilda prezident bo'lgan paytida Louis Napoleon Bonaparte edi hali. Agar kimdir e'tibor bergan bo'lsa, o'sha tarixiy kitoblarda ham
Masalan, Abdullaxon ikkinchini xon bo'lishidan oldingi voqealarda Abdulla deb yozadi ismini. Agar konkret tarixiy o'sha voqealarni bayon qilib turgan bo'lsa, tarixchi Abdulla deb yozadi. Mana shunaqa. Endi bu professionalizm kimdir bunaqa qilmading xato deb ma'lumot qila olmaydi-yu, lekin o'sha tarixshunoslikda shunaqa va buni boshqa o'sha tarixiy kitob yozadigan nimalar ham, o'sha olimlar ham shuni tasdiqlashgan, aytishgan edi. Hop, Fransiyani so'nggi monarxi kim? Yana endi bu Napoleon 3-chi. Kelasi bir odam o'zi. Hop. 1811-yilda mustaqillikka erishgan, okeanga to'g'ridan-to'g'ri chiqa olmaydigan davlat Paragvay. Paragvay. Nima uchun shu joyda okeanga to'g'ridan-to'g'ri chiqa olmaydigan deb yozganman? Xaritasida shunaqada, okeanga olmaydi, o'rtada qolib ketgan. Mana Argentina yopilgan, Chili yopilgan. 1911-yilida. Yo, yana bir muammo bor. Agar shuni yozmasam, muammo tug'iladi-da bu yerda. Qanday muammo? Chunki To'g'ridan-to'g'ri chiqa olmaydigan. qarang, chunki mana 1811-yilda qaysi davlatlar mustaqillikka erishdi Lotin Amerikasida? Venezuela. Venezuela ham mustaqillikka erishdi-da. Ya'ni aytaylik, yuqorisiga Venezuelani yozsa, agar mustaqillikka erishgan davlatni aniqlang desam, Venezuelani yozadi. Keyin ushbu davlat deb tagidan kelyapti. Venezuela 19-asr ikkinchi yarmida qaysidir davlat bilan urushmagan-ku deydi-da. Savol xato bo'lib qoladi, gaplasha beradi. Tushuntira oldimmi? Shuning uchun mana buni qo'shishga to'g'ri kelgan. O'sha shunaqa bo'lganda ham, o'sha shunaqa bo'lgandan keyin qo'shganman-da. Xo'p. Endi ushbu davlat 19-asr ikkinchi yarmida qaysi davlatlar bilan yoki davlat bilan urush harakatlari olib borgan? Bu qaysi? Argentina. Urugvay. Uruguay. Davrga to'g'ri yo'napman. Ha, 19-asr ikkinchi yarmi dedim. Bu 18-asrda esladingizlarmi axir 9-sinf jahonda bu. Mana A'si 8 jahonda, B'si 9 jahonda. Esladingizlarmi? Jahonda yo'q deydi, ustoz. Uruguay. Bor edi. Kim bor edi dedi? Kim aytdi? Argentina bilan urushdi. Argentina bilan urushlarda iqtisodiyoti to'liq nima bo'lgan edi. Ha, Argentina edi, o'zim. Yo, to'xtang. Uruguay darslikda unda berilmadi, ustoz. Uruguay 9da yo'q-da. Mayli. Men Uruguayda mustaqillikka erishgani ham berilmadi. Tushundim. Urugvay emas, lekin hozir. Bir daqiqa. Sizlarga ko'rinib turibdimi? Mana shu joyi Paragvay bilan olib borilgan urush oqibatida Argentinada iqtisodiy hayot deyarli to'xtab qolgan. Ko'ryaptimi? Ha, ko'rinyapti. Hozir. Hop. Bunga demak biz Urugvay emas, Argentinani yozishimiz kerak-da. Argentinani yozishimiz kerak. Lekin yana bir joy bor edi-da. Men bu joyda bitta davlat nomini yozing deb yozganimning sababi bor edi. Chunki o'sha payti darslikda faqat Argentinani bergan bilan uchta davlatni yozib qo'yganda hozir. Tekshirib ko'rmoqchiman shuni. Paragvay. Tezkor tekshirish uchun sun'iy intellekt yozib ko'raman. Geminiga.
3 ta davlat edi-da, men bu test tuzganimda o'sha payti. Ha. Ha, Urugvay ham bor, mana hozir o'sha skrinshot qilib tashlayman. Ya'ni shuning uchun men Urugvay deb yubordim shekilli, o'sha ma'lumot esimga tushib. Mana ko'ryaptimi sizlarga, ko'rindimi? Eshityaptimi hozir? Ha, ustoz ko'rindi. Geminiga yozib ko'rdimda, Paragvay 19-asr ikkinchi yarmida qaysi davlatlar bilan urush harakatlari olib borgan. Mana Kuchlik ittifoq urushi Paragvay urushi deb nomlanadi. Braziliya, Argentina, Urugvay. Ya'ni Gemini manbalar bilan chiqarib beradi odatda. Hozir ham manbalar bilan chiqarib beradi. Bu oddiy ma'lumot, unaqa bahsli nima emas. Lekin Paragvay bilan urush olib borgan. Masalan, aytmoqchi bo'lganim, kimdir agar mana shu joyda Paragvay deb yozgan taqdirda, uni o'sha Urugvay deb yozgan taqdirda xato deb bo'lmaydi. Xo'p, chunki 3 ta davlat. Mayli, davom etamiz. Birinchi telefon apparatiga patent olgan olim kim? Bell. Alexander Bell. Alexander Bell. Hop, 1940-yillarning oxirlaridayoq uyali telefonlarni yaratish ustida ish olib borgan Televerket kompaniyasi qaysi davlatga tegishli bo'lgan? Bu Shvetsiya. 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 Azizda AQShdaysiz, Ha. Bu Shvetsiya-ku. AQShning kompaniyasi Motorola qaysiniki? Motorola AQShniki edi. O'sha darslikda Motorolani ham rasmini berib qo'yibdi-ku, to'g'rimi? Motorola ham AQShniki emas. 1984-yilda o'sha bu yoqda rasm ketgan, o'sha plastik sanoati, keyin Motorola, keyin ENIAC dastlabki kompyuter deb yozgan chap tarafida nima bor? Infografika bor. O'shanda Motorola ham berib, o'sha Motorola AQShniki lekin. Mayli, davom etamiz. Keyin arablarning sharqqa yurishlari O'rta Osiyoda qaysi jangdan keyin to'xtab qolgan? Bu Poitiers. Yo'q. Ha, Talasda. Talas. Poitiers o'rta Yevropada yurishlari to'xtab qolgan Poitiers jangidan keyin. O'rta Osiyoda Talasdan keyin to'xtab qolgan. O'zi Talas jangi nafaqat xitoyliklarni tajovuzga chek qo'ygan, balki arablarning ham O'rta Osiyoda kengayishiga nuqta qo'ygan o'sha ma'lum bir davr. O'sha jangda arab xalifaligi qaysi davlat bilan kurash olib borgan? Bu Xitoy deb yozsa bo'ladi yoki Xitoy. Arablarning sarkardasi kim edi o'sha paytda? Ziyodulloh. Ziyodulloh? Ziyod ibn Solih. Ziyod ibn Solihmi, Solih ibn Ziyodmi? Ziyod ibn Solih. Ziyod ibn Solih, ha. Bu Solih ibn Ziyod deb yozsangiz xato bo'ladi. Ziyod ibn Solih. Noy Abu Muslim bo'lardi. O'sha vaqtda Xorason ma'muriyati g'oyibi. To'g'ri, u o'sha yuborgan bo'ladi. Qaysi mahalliy hokimlik 11 ta yirik mulkni birlashtirgan bu? Suht. Suht bo'ladi. Ularning hokimi Ixshit bo'lardi. Ixshit deb atalgan. Shunday. Ushbu mahalliy hokimlik hukmronlari mana Ixshit deb atalgan. Ixritni ham bilib qo'yishimiz kerak, ha? Bu yuqorida ham aytildi o'zi. Ixrit bo'lsa? Kesh. Xo'p. Jaloliddin Manguberdi Hind daryosidan kechib o'tgandan keyin unga Shatra viloyatining hukmdori, ha. Shatra viloyati. Xo'p. Shamsiddin el tutmush. El tutmush, Dehli sultoni. Keyin Dehli sultoni ham Jaloliddinga do'stlik qilib ko'rsatsa, u Shamsiddin tutish bo'ladi va nima deb e'tirof etgan edi Jaloliddin Manguberdini? Sening ortingda islomning dushmani turganda sir emas. Seningdek insonga qo'l ko'tarishim kechirilmas holdir. To'g'ri. Sen barcha musulmonlarning sultonisan deb ham e'tirof etgan edi. Lekin ikkita sarkardasi o'tib ketdi. Ikkita sarkardasi o'tib ketgan edi. Kim edi o'shalar? Yazbek bilan Qurjoq. 1910-yilda O'rta Osiyo jadidlari ichida eng kichigi 13 yoshli ma'rifatparvar kim edi?
Cho'lpon. 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 Ushbu ma'rifatparvarning ijodiga mansub asarlardan birini keltiring. Darslikdan kelib chiqqan holda qaysi asarni yozishimiz mumkin? Baljuvon marsiyasi. Baljuvonni yozishimiz mumkin, ha? Bunda ham ko'p odam umuman yo'q-ku deb. Aynan baljuvonni yozishga majbur emassiz bunaqa olib qaraganda. Masalan, aytaylik, yana qaysi asarlarni Kecha va yozish kunduz. mumkin? Kecha va kunduz. Kecha va kunduz masalan mashhur juda. Xo'p. 43-test topshirig'i 30 yil osmon jismlarini kuzatib, yer quyosh atrofida o'z o'q atrofida aylanadi degan xulosaga kelib, fanda ulkan yangilik qilgan uyg'onish davri namoyandasi kim? Nikolay Kopernik. Qaysi millatga mansub? Polyak. Polyak. Polsha deb yozsangiz ham xato bo'lmaydi. Hop, 44-test topshirig'i 74-71 yillarda Rimda kim boshchiligida qullar qo'zg'oloni bo'lib o'tgan desa, bu Spartak. ushbu qo'zg'olonni bostirish bo'lgan. mikrofonlaringizni yetib turing, kimdir ovoz kuchli qaytib kelyapti. Hop, ushbu qo'zg'olonni bostirishga muvaffaq bo'lgan Rim sarkardasi kim edi? Mark Kras. Qaranglar, o'sha chatda qatnashyaptilar. Mana o'zim ham meni video chatim yoki kimdir video chat ochadimi, o'sha dinamikni ochib kirmang. Chunki siz dinamikni ochgan paytingiz bu yoqda o'sha kurs o'tayotgan yoki umuman nimadir tahlil qilayotgan o'qituvchiga gapirilayotgan ovozlar ikkinchi marta qaytib keladi. Nima uchun? Chunki aytaylik sizdagi telefonning mikrofoni shunaqa bo'lishi mumkin. Hop, 45-test topshirig'i. Germaniyada 10-asrning ikkinchi yarmida imperiya vujudga keldi. Hop. Qaysi Germaniya imperatori Rimni ulkan davlatning poytaxtiga aylantirish orzusida bo'lgan? Otdan 3. Otton 3-chi. Qarang, buni Yustinian bilan Otton 3-chini maqsadi bir-biriga o'xshab ketadi, lekin farqli jihati bor edi. Buni oldin ham aytgandim. Otton 3-chida diniy omil bor. Mana xristian dunyosi ostida deyapti. Butun Yustiniannikida unaqa emas. Rimni tiklaydi. Rimning hududini qayta tiklash. Ha, agar diniy omil bo'ladigan bo'lsa, o'sha Otton 3-chiniki bo'ladi-da bu. Shunaqa qilib farqlab qo'ysangizlar bo'ladi. Bu yozib kirish imtihonida tushgan, o'sha farqlashni talab etgan. Hop, ushbu imperator qaysi suloladan bo'lgan? Qaysi suloladan? Saksoniya. Saksoniyaliklar sulolasidan. Hop, yaxshi. Kimdir savol bormi? Shu bilan mana test tahlilimiz o'z nihoyasiga yetdi. Agar kimdir gapirmoqchi bo'lsa, yo'q, men hali lekin nimalarni ko'rishim kerak. Kim qanday xato qilyapti. Ko'ramiz mana. Hozirda nechta chiqdi? Menda kam chiqdi ustoz bugun. 11 bilan 10 jahondagilarim ko'p xato chiqdi. Nechta? Botda 35 tadan 26 ta chiqardi o yopig'ini. Bag'dan nimadan 2 ta xato bor yopig'dan. 20 tadan ichidan ABga hisoblaganda 2 ta xato. Qanday sonlarda xato qildingiz? Ayting raqamlar bilan. Nimada o'sha Mark nimada xato qilibman? AQSh bilan nimada? Keyin Xitoyda xato qilibman u. Savolga kelmadi. Raqamini. Boshdan boshlaymi? To'rda xato qilibman, bilmasdim. 11 4tami? Qaysini belgiladingiz? Men B'ni belgilabman. B'ni belgilash uchun bu yerda 3 yaqqol nima beradi-da, ya'ni Imom Rahmonni, demak bu ma'lumotni bilmaslikdan bo'lganmi? Chunki Imom Rahmonni yilini bilgan taqdiringizda Imom Rahmonni yillarini bilarmidingiz? Yo'q. Imom Rahmon 94 da kelgan. Fuqarolar urushining yillarini bilarmidingiz?
Yo'q, ustoz 11ni unchalik yaxshi bilmayman. Unda o'shani o'qish kerak. Uni kompyuter testi ham bor. U kompyuter bo'lsa men kompyuterni tashlab beraman uni 11nikini. Keyin ishlasa. Darsdan keyin yozaman, ustoz bo'lmasa. Yaxshi. Keyin qaysi? Keyin nimada? Haligi Filippin bilan bog'liq nima bu savolda xato qilibman. Haligini tushuntirib berdingiz o'zingiz. 26. Ana opanda. Xo'p, Keyin 21 da, keyin 22 da ham xato bo'libdi. 21 da qaysini belgiladingiz? 21 da Einstein'lar belgilabman, tushunmadim. Endi tushundingizmi buni Navoiy bilan? Tushundim. Ba'zida men shu shoshmaslik kerak. Buni o'sha o'ylab, fikrlab topsa bo'lardi. Masalan, Einsteinlar bo'lishi uchun u bilan bog'liq qanaqadir adabiy mavzu ham yo'q-da. Masalan, adabiyot bilan bog'liq mavzu ham yo'q. Xo'p, 22 da ham xato qildingiz. Keyinchi? Keyin ana nimalarda 32 da xato qilibman. Qaysini belgilaysiz 32 da? 32 da ekan ustoz, keyingisi. Qaysini belgiladingiz? Qaysi? 32 da buni belgilabman. Rossiyani belgilabman. Bu o'sha ma'lumotni yaxshi o'zlashtirmaganlikdan bo'lgan bu endi. Hop. Keyin bormi yana? Bormi? Qaysi? Nima ekan? Oxirgisi 35 da. Qaysini belgiladingiz? Men endi belgilabman, Zohir Shohibni. Axir Zohir Shohibni davri ham to'g'ri kelmaydi-ku, mana qarang 73. Zohir Shohibni yilini bilgan taqdirda ham mana bu 20-asr o'rtalari ekanligi evaziga javobni olib bo'lmaydi baribir-da. Men ana Janubiy G'arbiy Osiyoga kiradi deganiga nima qilibman? U unda sizda hozir 10 jahon yaxshi darajada chaladi ekan unda 11lar. O'qish kerak unda oxirigacha endi ertalab ham turib. Hop, bor yozmadan-chi? Yozmadan nimada 39 da Xitoy o'rniga Hindiston olibman. Nimadan? O'rta Osiyodan Talasgacha, Hindistondan Multongacha edi-ku. Bu nimani savolga tushunmadimmi yo nima qildimmi? Bilardim lekin. Qarang, mana xatoni turlari bo'ladi-da, ma'lumotni bilmaslikdan, shunchaki bilmaslikdan. Bu uncha alam qilmaydi. Lekin alam qiladi qachon o'qimaganingiz uchun o'sha o'qish imkoniyati bo'lgan yerda. Ikkinchisi o'sha aytaylik shoshma-shoshlarlikdan bo'lishi mumkin. Yana biri mantiqan chuqur o'ylay olmay qolishdan. Ya'ni butkul demoqchi emasman, qaysidir bir savolda mantiqan o'ylab turib topish mumkin bo'ladi. Lekin shu ishni qilmaysiz. Lekin aslida mumkin bo'ladi. Men o'zimni ham sira esimdan chiqmaydi, o'sha imtihon topshirgan payti, abituriyent payti adabiyotdan bitta savol tushgan. Xullas 4lik bergan, misra bergan, 4lik Navoiyni qaysi o'sha dostonidan, Hamsadan berib qo'yibdi. Hayratul Abror, aytaylik Farhod Shirin, Layli Majnun. Keyin uni mazmuni ikkita oshiq, mana ikkita yigit bitta qizni sevardi degan mazmunda-da, o'sha 4likning mazmuni shunaqa. Mazmuni tushunyapman. Lekin men adabiyotni o'sha Hamsani uncha chuqur deyarli o'qimaganman-da, xullas. Hamsani. Lekin o'qimaganman. Topishga harakat qilyapman. Layli Majnun bilan Farhod Shirinni qoldirganman. Chunki narigi ikkalasi sevgi munosabati bo'lgandan keyin Hayratul Abror bilan o'sha yana bittasi chiqarib yubordim, sevgi bu dedimda. Keyin o'shanda Layli Majnunni olgandim. Keyin uyga o'sha avtobusda borganman. To uyga borguncha lekin o'ylab borganman. Axir ikkita oshiq deyapti. Bittasi ikkita oshiq bo'lgandan keyin Farhod bilan Xusrav Shirinni yaxshi ko'rardi-ku degan buni bilardim-da. O'sha Shirinni ikkita yigit yaxshi ko'rishini bilardim o'sha dostonda. Ya'ni
Layli Majnunni belgiladim, lekin uyga borguncha o'sha nima bu edi, Farhod Shirin edi, "Yo'q, shu ikkita oshib keldik-ku" deb uyga borib o'sha nima deydi? Ming iltijo qilib, "Mana shu Layli Majnun bo'lsin" deb poyizib berganim bilan baribir Farhod va Shirin bo'lib chiqdi-da. Tushundingizmi? Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, ba'zida mana shunaqa o'ylab turib topish mumkin. Siz mana shu savolda bu yangida ham berilgan bu talas jangi, eskida ham berilgan bu talas jangi. Yo talas jangini bo'lganman. Nimani? Qaysi nima bilan savolni yaxshi o'qimasdan nima qildimmi bilmadim. Bisinimi? Ha, basida. Bisini bilmadingiz, a? Ha, noto'g'ri belgilar. Men hozir nimamda boshqa narsa ketdi. Hali 7 jahon eskida ketardik-ku. O'rta Osiyodan Talasgacha, Hindistondan Multongacha degan joy o'sha nimaga miyamga nima ketdi, o'qib turibman o'shani. U bunday savollarda xato qilish ishdan chiqmaydi bu. Bunday savollarda xato qilmaslik kerak. Aytayapman-ku, o'zi tak xato qiladigan, shundoq ham xato qiladigan savol keladi ularda, mayli. Masalan, Keytel. Uni bilmaysiz, o'qimagansiz uni. O'sha Ikkinchi jahon urushini Ikkinchi jahon urushida Germaniyaning taslim bo'lganligi haqidagi hujjatni Germaniya nomidan kim imzoladi? Keytel. Buni o'qimagan odam bilmaydi, lekin bularni bilish kerak. Azizlar, e'tiboringiz sustroq bo'lmasin, imtihongacha o'shani tiklash kerak endi. Yaxshimi? Xo'p, bo'lasiz. Xo'p, mayli, endi Said Ismoil, siz nechta chiqdi Said Ismoil? O'tgan safarga biroz kamroq chiqdi, o'tgan safarga qaraganda. Nechta? 29 ta chiqdi. Ikkitasini o'zim botda xato qilib qo'ydim belgilayotganda. Sizga tashlamoqchi Xato edim. endi o'zi u baribir xato bo'yab yubordim degandek bo'lyapsiz-da. Sen xato bo'yab yubordim. Mana shularni ham o'zi mana 30 kunning ichida, endi 30 kun ham qolmadi, 20 kunning ichida mana shu jihatlarni ham qarashimiz kerak-da. Siz xato bo'yab yubordim deysizmi? Baribir ball qiladi-da. Nechanchi savollar? Nechanchi savollar? Hozir 4-inchisi. 4. Qaysini belgiladingiz? Men belgilab qo'yibman. Bundan lekin bilmaslikdan avval sal ruscharoq edi. Umuman to'g'ri kelmaydi-ku. Mantiqan ham to'gri kelmaydi. Chunki mana Erdo'g'on yaqindagi prezident, u Turkiya azaldan NATO ichida bo'lgan. Oldinroqdan-da. Xo'p, keyin 3 mayli, keyin 4. Da faqat bitta 4 mos keladi. Keyin qaysi? Keyin 17-18 edi. Uni uchundan o'zim boshqa narsa botda ikkita pisa ketma-ket belgilab olibman. Savolda emas, o'zim xato belgilab olibman. Mana bu raqamli testlarda xato qilmaslik kerak. 18 da ham xato qildingizmi? Yo'q, 18 emas. Qaysida? 18 emas do'st. Keyin hozir 19 dan aniq yetib borganman. Chiqarib olibman. Bo'pti, mayli, keyin anovda davriga e'tibor beryapman-da. Iordaniyani janubiy g'arbiy Osiyo edi. Men chala o'qib uzoq belgilab ketibman. Davriga e'tibor beryapman, 20-asr o'tirlar degan. e'tiboringiz qo'yibman. Keyin bormi yana? Keyin yopiqdan Markras deyatdi. Qanday hayotimda boshqa sarkarda Scipion ketib qolibdi, yozib olibman. Boshqa narsa o'ylab qo'yibman. Markras yozmoqchi edim o'zi. Yo'q, e'tiborli ertadan kuchaytirish kerak o'zi. Mana bugun qilgan xotongizni mana ertaga tezishimiz, masalan aytaylik. Yo'q, mana seshanba kuni tezishimiz endi. O'sha kun qilmaslik kerak-da o'zi. Said Ismoil, ya'ni bugungi dars bo'lsin shu. O'sha e'tiborliroq bo'lish kerakligi, xayolni bir joyga qo'yish kerakligi. Masalan, Markras yozish kerak edi-ku, masalan, 6 tarix. Bu nima qilmaydi, ishdan chiqmaydi bu. Endi ikkinchi kun ko'ramiz. Ikkinchi kun mana bunaqa nima deydi, o'sha alam qiladigan xatolarni qilmasligingiz kerak ikkinchiga. Xo'p, siz.
Xo'p, yaxshi. Kimdadir savol bormi? Kimdadir? Mashhura sizda nechta chiqdi? Mashhura. 23 ta ustoz. 23 ta. Kamroq-ku. Siz noyabrga topshirib qo'yibmisiz? Ha, ro'yxatdan o'tib to'lov qildim, lekin testlarim rosa past chiqyapti-da ustoz. Yo, men aytmoqchi bo'lganim, rasmiy milliy sertifikat ja unaqa nima emas-u, lekin murakkab emas-u. Vaqt masalasi. Topshiriqlarni yaxshi bajarib borganingizdan o'sha nimani bildim, ya'ni mas'uliyatli ekanligingizni, lekin o'sha biroz vaqt kamlik qilayotgandek bo'layotgan bo'lishi mumkin. Xo'p, yaxshi. Sevinch, nechta xato Sevinch Egamberganova? Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Menda 30 dona chiqdi. Keyin yopiq testdan 2 dona, Apple'dan. Shunda 1 dona. Tushunmadim. Jami nechta xato? Sevinch. Jami 3 ta xato. Ustoz, Ha, jami shunda 7 dona xato chiqdi. 7 ta. Oho. Ko'p-ku. 7 ta. 7 dona. Qaysilar shu? Qaysilar? Eslayaptimi? 4-da xato etdim. 4 ha. 11 jahon. 11 jahon-ku bu. Buni 2 kunda offlaynga kelib kompyuter testdan ishlab topshiriqni qo'ysam nima qilasiz? Kelasizmi? Bu kitob bundayda, kompyuterda test ishlansa yaxshiroq xotiraga ishlanadi. Buni men offlayn o'sha Telegramga ham, onlayndagi o'quvchilarimga ham o'sha 11 jahonnikini berib qo'yibman. Qisqaroq muddatda yaxshiroq ishlash imkoniyatini beradi. Lekin bu kitob chala, mana hozir Said Ismoilda ham boshqa chala, u mana shunda xato qilyapti. Lekin siz Xorazmdasiz, buni kelib ishlay olmaysizmi? Buni o'sha 2 kunda. Bir kun o'sha yarmini, keyingi kun yarmini. Yaxshi ishlayapsiz. Yaxshi ustoz. Bo'pti, unda seshanba va yo'q, mayli 3 kun deylik, nima bo'lmasin, qiyin bo'lib ketmasin. Seshanba, chorshanba, payshanba qo'yamiz. Seshanba, chorshanba, payshanba. Kundalik optimaldagi test. Ish haftami? Oldimizdagi, ha. Yaxshi. Kundalik optimaldagi test shu. Xo'p, keyin qaysi? Yaxshi. Keyin 18 bilan 19 bilan bilaradimlik xato etib beribman. Mana shu raqamli testlarda umuman xato qilmaslik kerak. Raqamli testlarda bu mana qaysini belgilaysiz raqam 18da? 18 buni. 18 b-ku o'zi. Ha, yo'q, D. To'g'ri javobni berib qo'yman. Ha, D bu yerda D-ni olishga to'sqinlik qiluvchi 2 borda. Men 2ni to'g'ri deb olib beribman. Keyin qarasam Sudan ekan, kitobdan qarab. O'sha Misr va Tunis deb o'yladingizmi yoki Sudanni esga ola olmadingizmi? Ya'ni sizga kimdir Sudan gelmedi alma. Sudan gelmedi. Ha, demak Muhammad Ali to'g'ri dedim, Islom Keteryan to'g'ri deb. Demak, bu savolni o'sha xato qilinishiga olib kelgan omil bu 8-sinf jahon tarixidagi ma'lumotni o'zlashtirmaganlik. Masalan, bunday holat ham bo'lishi mumkin-da. Kimdirga Muhammad Ali qaysi hududlarni meros qilib qoldirish huquqini qo'lga kiritdi deb shundoqcha savol berilsa, Misr va Sudan deb javob beradi, lekin testda mana shunaqa yashirincha bir hiyla ishlatilgan payti, tuzoq qo'yilgan payti uni o'tirib yuboradi, ya'ni e'tiborsizlik evaziga o'tirib yuboradi. Va mana uni nima uchun xato qildi desa, e'tiborsizlik qildi bo'ladi. Lekin siz demak e'tiborsizlik qildi emas, buni bilmagansiz, shunaqami? Shunaqami? E'tiborsizlik bo'ldi ustoz menimcha.
Yo ikkala holatda ham baribir yomon u. Ikkala holatda ham baribir ikkala holatda ham baribir balni qirqadi, lekin nima deydi o'sha kuchaytirish kerak. E'tiborli yo'q. Mana o'sha oldin ham aytganman, rekord qo'ygan o'quvchilarimda o'sha Durdona, Oijamol, Sevinch faqatgina o'sha ma'lumotlarni o'zlashtirganlik holati emas, sinchkovlik holati ham kuchli edi-da. Masalan, ayniqsa o'sha Oijamol andijonlik o'shanda e'tibor juda kuchli edi. Endi Sevinchda ma'lumotlarni o'zlashtirish kuchliroq. Durdonada endi har mas'uliyat juda kuchli edi. O'sha Oijamolda e'tibor juda kuchli edi-da, faqat ma'lumotni o'zlashtirish emas. Endi shu joylarga e'tibor berish kerak. Masalan, kimdir aytaylik, mana hozir Sevinchdan 87 olgan Sevinchdan aytyapman. Ma'lumotni yaxshiroq bilishi va yaxshiroq tushuntira olishi, yaxshiroq tushunishi ham mumkin, aytaylik, buni istisno qilib bo'lmaydi. Lekin o'sha e'tiborsizlik evaziga undan kamroq balab qo'yish ham mumkin. Xo'p, yaxshi. Endi kimgadir savoli bormi? Kimgadir savol bormi menga? Agar hech kimda savol bo'lmasa, audiochatni yakunlayman. Har kuni tongda o'sha 4 ta, 5 ta turib bo'lsa ham, uyg'onib bo'lsa ham kitob o'qishingiz kerak. Xo'p. Hech kimning savoli qolmadimi? Menimcha hech kim savol bermayapti. Mayli. Keyingi darsda o'sha test tahlillari va darslarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling.